Barnopa Qodirova. Assalomu alaykum Barnopa, xush kelibsiz. Hammada bittadan ota-ona bo'lsa, menda ikkitadan bo'ldi. Hayotda hamma aktyor, faqat no'noqlargina teatrga boradi deydi. O'sha gap to'g'ri edi. Shundoq pichoqni olganmanda, yo aktrisa bo'laman, yo o'zimni o'ldiraman degan. Yana nechta kinoda ovoz berdi, boshqa bo'ldi serialda. Alisher Uzoqov bor. De, Muhammadjon Xo'jayev yo'q. Miralda, opajonim, meni hech qachon tashlab ketmang, maylimi? Karisga ozgina karischa element qo'shib, she'rni o'zidan qo'shgan holda qilib beradi. Hamma bilan ko'rish. Aynan ketib olgan, yaxshimisan, sonlari yaxshimisan? Kelib, mana bunday ko'rib qoldi-da, "Voy jonim, men sana shu yertamisan?" O'sha qishloqning aholisi chiroq bor qishloqqa borib, shu Esmeraldani ko'rishgan ekan. Hamma gapiraveradi, lekin hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Turib, ani so'zni noto'g'ri aytdingiz, mamlakat tumanlar o'rtacha gapirib yubordingiz, bunday narsa. Ular uchun emas-da. Bir-birini ko'rmaydi ham hattoki, kimga gapiryapsan, qaysi gapga javob beryapsan, mayli-da. Sobirjon Rahimjonov haqida ko'rsatuv qilsalar, men bu odamni ko'rmagan ekanman deb aktyorlar aytyapti. Tanimas ekanman, ko'rmagan emas, tanimas ekanman deb. Aktyor aytyapti. Aktyor aytyapti. Ey, yomon shamollabsan, Blanka dorilovchi bormi? Shunaqa gap qilishadi. Ko'rdingmi? Shunaqa оправдаться ketilgan. Ha, oshxonaga sen kirayotganmiding? Yo xudoyim, axir bu bo'ri-ku. Nimalar qilyapsan, Ru? Axir Yo'lbarsvoy senga akadek bo'lib qolgan-ku. Va nihoyat sizni ham arxeologlar jamiyati o'tkazadigan tantanali kechaga taklif qilishdi. Afsusdaman, janob Magdak. Bizni kechiring. Bugun ilojim yo'q. Kechqurun navbatchiman. Avvalroq bilganimda javob so'rardim. Tushunsangiz-chi, axir 2 soatdan beri zo'rg'a tushdim. Sima haqida muhim bir gapni aytmoqchiman. Baltu, bu shisha siniqlarim. Gapingni o'ylab gapiryapsanmi? Seni hech tushunolmay qoldim. To'g'ri emasmish. Nima, yong'oqlarni mehnat qilib topganmisan? Oying o'g'irlikni emas, ishlashni o'rgatsin. Iltimosim shuki, qizimga uylansang, u qirolicha bo'lsa. Oh, Hazrat Oliylar, xush kelibsiz. Ey Xudo, shu yo'lagimni biram yaxshi ko'ramanki, undan chiqish o'z emas. Ahvolingizga qaraganda yopishib qolganga o'xshaysizlar. Bo'ldi qilshav. Bo'lmagan gapni gapirma. Hech ham unaqa emas. Topganingdan keyin nima qilmoqchisan? Agar sen aytganingdek o'sha bosqinchilardan biri Fyungjun bo'lsa, hozir u bizga qarshi tarafda. Voy, halizgacha aytmoqman. Men o'quvayman. Bu bizni burchimiz. Qanday burch haqida gapiryapsan? Bundan chiqdi sen o'z avlodingni saqlab qolish uchun o'zingni qurbon qilishga ham tayyor ekansan. Didingiz yaxshi ekan, xonim. Bu baliq yaqindagina tutildi. Ajoyib. Tipo tinchlan bu tushku. Xavotirlanma dadang imperatorning yoniga ketdi. Bu meni oilam, doktor. Qizim va siz uchun nima yaxshiligini bilaman. Birinchi o'rinda shuni hal qilib olaylik. Charli bilan fabrikaga kim boradi? Meni ukam. Doimo g'avg'o chiqaradi. Agar hoziroq urushni bas qilmasangiz, ikkalangizni jazolayman. Kunduzi go'zal, kechasi Daviya. Har doim shunday bo'lib kelgan. Yolg'iz chinakam sevgan kishimni bo'sasagina haqiqiy qiyofamni qaytarib berishga qodir. Oh, Lyotta xonim, bu o'shami? Bu rostdan ham Elizabetni bizni oilamizga qaytara oladimi? Bu ayni haqiqat. U shu yerda. Lekin aldanib qolmanglar. Siz ishongan narsa o'zgacha tus olishi mumkin. Yolg'on. Ular e'tiboringiz yo'qasidan aytishga xatarmandon amakisini xotini va qizi ekan. Balki do'stlaringiz yordam berishar. Qattiq bog'lanib qolmasdan avval uni to'xtatish lozim. Gratsiyalani bir paytlar yo'qotib qo'ygan qizimdek yaxshi ko'raman va qanaqadir qizni deb azobda qolishni istamayman. Bunaqa tomoshani avval sira ko'rmaganman. Aminmanki vaqtimiz chog' bo'ladi. Buni ustiga sen ham ta'tildasan. Odam emas, vahshiy. Meni otdan yiqitib o'ldiradi. Bo'lmagan gap. Istamayman dedim-ku. Ot minmasam ham ko'nglim tog'dek. O'rganaman deb o'lib turganim yo'q. Albatta. Kel, boshqa janjallashmaylik. Yur, quyosh botishini tomosha qilamiz.
Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, bizning obunachilarimiz. Bugungi mehmonimiz kino va dublyaj aktrisasi, Do'stlik ordeni mukofoti sovrindori va hamda mening sevimli aktrisalarimdan biri Barnopa Qodirova. Assalomu alaykum Barnopa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aslida Xushvaqt bo'linglar. Qanday chiroyli ikkita mezbon meni mehmon qilyapti. rahmat. Tayyorlanib keldingiz. Lekin xursand ham bo'lib ketmang. Bugun siz ikkita rejissyorni qurshovidasiz. Ha, hozir meni pushkaga ham olishinglar mumkin. O'shaning uchun Farq shunda. Aktyorlardan xursand bo'lishga hali erta deydi. Shunaqa. Lekin eslatib o'tamiz, hurmatli obunachilar ko'p so'rashgan sizdan Barnopa. Bundan ikkita son oldin kelishlari kerak edi. Hozirgi kunda Barnopa ham ko'proq serialda o'ynaydigan bo'lib ketganlar. Albatta dublyajda ham qatnashadilar, lekin serialda taklif ko'pligidan biz ham zo'rg'a vaqtlarni poylab, mana hozir ham bu yerdan chiqqan boradilar syomkaga. Sirlarni ochib Albatta. Yo'q, yuturing hech bekitadigan joyi yo'q. Chunki shunaqa bo'lib qoldi hozir endi. Mayli. Nasiba. Shunisiga ham shukur. Shunaqa. Barnopa endi bevosita savollarga o'tamiz. Barno Qodirovani hamma ovozini yaxshi biladi, zo'r taniydi. Lekin hattoki o'zimiz ham ba'zida istihola qilib so'ramaganmiz. Dublyajni o'zi qachon boshlagansiz? Bitta narsani bilamiz, siz o'sha kino aktrisasiz. Demak, bevosita dublyaj ham o'sha yerdan boshlangan. Ya'ni o'zbek filmdan boshlangan. O'shandan bir boshlab bersangiz, bir chekkadan. Albatta, birinchidan meni uyingiz qayerda bo'lgan, qizli uyingiz deb so'rang. O'zbek filmi yonida, yarim ostanovka orasi. Keyin institutga kirganimdan keyin shu o'zi aktrisa bo'lishni orzu qilganimdan уже endi men Chinoosda katta bo'lganman. Buvimlar Chinoosga turmushga chiqqanlar-da. Ular qo'llar oyim nima deydi, onamlar oyim bilan dadam yolg'iz qolishganda, yolg'iz qiz bo'lganlar onam. Choli kampir zerikishmasin deb meni Chinoosga 3 yoshimda berib yuborganlar. 10-sinfni bitirib qaytib kelganman. Shu ko'chaga chiqib, bu Chilonzorda O'zbek film mahallasida uyimiz bo'lgan. Shunda chiqib qaraganimda kinosyomchining mashinalar, avtobuslar o'tardi. Qarab turardim. Endi Dilorom Qambarova, Tamara Shokirova, Aida Yunusovalar. Endi u paytda nima deydi, sanoqli aktrisalar o'zi filmlarga tushardi-ku. O'zi aktrisa bo'lishi o'zi jasorat bilan bo'lganmiz-ku. Keyin o'sha men oyim bilan dadamning qo'llarida bitta o'zim katta bo'lganmanmi, uyimizda shu devordagi radio priyomnik kichkina bo'lardi-yu, o'chmas edi kunduzi kechasi. Endi meni xonam o'zim alohida kalavat yo'qdi, lekin ko'rpachalarni mana shuncha qalin solib menga qavat ko'rpacha. Ha, hali prinsessa bo'lganman. Orasida noxat bo'lsa ham uxlolmay chiqadigan prinsessa bo'lganman-da o'zim ham. Tannoz xonim bo'lgan ekansiz. Tannoz xonim bo'lganman. Keyin anaqa kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'rardim. Kitoblarni o'qisam, o'qib yotgan bo'lsam, dadam kirardilar-da, "Barno, endi bo'ldi, uxlaygin. Ertalab maktabingga tura olmaysan." Svetni o'chirib chiqib ketardilar. Haligi men uxlaydigan joyi orqasi oynada, deraza ko'cha tomonga. O'shaning tepasida stolba. Kechasi bilan chiroy yonib turardi. Haligi kitobni o'sha chiroyni nuriga mana shunaqa qilib to'g'rilab o'qib chiqardim-da. Shunchalik qiziqqanimdan. Televizorda keyin Gulchehra Sa'dullayevani Qismat degan videofilm bo'lgan o'shanda. Uzuk Jamol rolini o'ynaganlar. Gulchehra Jamilovani Kumush bebiylari meni rom qilganda o'ziga, keyin menda aktrisa bo'lish orzusi tug'ilgan. Xudo, men ham shunaqa aktrisa bo'larmikinman deb orzu qilganman. Keyin dadam juda ham san'atni sevadigan, maqom, klassik ashulalarni sevadigan bo'lganlar. Orif Alimaqsumov hoji nima deydi, hofizimiz, xalq hofizimiz, dadam bilan juda yaqin bo'lishgan. Deyarli har hafta, 2 haftada bir Chinoosga ular tashrif buyurishadi. Dadam ularga to'ylarga nima taklif qilardilar-da. Bizanikiga kelib mehmon bo'lishardi. Shu ochiq ravon, bitta yopiq ravonimiz, bitta ochiq ayvonimiz bo'lardi. O'sha yerda ko'rpacha, xontaxtalar atrofida o'tirib, maqom kechasi qilishardi-da. Ashula aytib, nimalar, shunaqa. Keyin dadam shu ko'zlari qarib qolgan paytlarida ham ko'zlarini yumib, shu televizor oldida o'tirardilar. Ularning ashulasini qara, avjini olishini qarab, pinagini buzmay aytadi-ya deb shunaqa. Ularni o'zlarini joylarida anaqa tranzistor radio bor-ku, hamma yoq oladi. O'shaqa turardi. Ular ham постоянно eshitib, shu san'atni sevadigan, maqomlarni sevadigan odam bo'lganlar. Oyimlar rahmatli, buvimlar o'sha oyi deymiz, butun jannatda ayol bo'lganlar. Shu огородda
gullar o'smalar Hmm. hali shunaqa ularni parvarish qilib uchini uzmasa o'sma uzun bo'lib kichkina u har doim ular gullarni ichidagi o'tlarni tozalab atirgullar hali gulbiyorlar rangli chiroyli hali hovlini asfalt qilingan joydan ham yorib chiqib ketardida gulbiyorlar shunaqa bir jannatda ayol bo'lganlarda ular keyin oldin qora duxoba nimcha kiyishardiyu kampirlar o'shanaqa nimchalarda yurardilar cho'nchaklarida har doim konfet qurt bo'lardi bu alohida mavzu bu mana qayerdan keyin oyimdan o'tganda hammaga ulashib bolalarga shunaqa beozor shirin kampir bo'lganlarda oyimlar endi odamlar endi shu огородimizda 2,5 qilardilar 3ta olma bo'lardi orqada yong'oqlar bo'lardi hali qishda zalimiz bo'lardi hali muzdek xonada o'sha yerga to'ldirib behilarni olmalarni terib qo'yishardi hali yong'oqlarimizni bir qop ikki qop po'sti yupqa shunaqa mazali yong'oqlar bo'lardi butun qarindoshlarga tarqatib hammasidan shunaqa bir pomidor ekardilarda dadam podarочный bo'lardi qizil haligi go'shtlikda ichi mazasi unaqa pomidor shu paytgacha hali yo'qda mana o'sha paytdagi nimalar hozir yo'q hali kesiz g'irchillagan pomidorlar chiqib qoladi shunaqa xotiramda qolganda xotiramda shunaqa qolgan shunaqa oyim dadam hammada bittadan ota ona bo'lsa manda ikkitadan bo'lganda shuning uchun endi man nima deydi aktrisa bo'laman deganimda odamlar yo'q deganlar bizani zotimizda artist yo'q artistlik kasbmas yo'q bo'lmaysan deganlarda manga endi u paytda aktrisa bo'laman deganlarga yomon ko'z bilan qarashardi artist bo'larkan deb sharmandaga o'xshab xuddida go'yoki keyin man endi odamdan man o'zim odamdan uyalardim chunki dadamni ham oyim mani katta qilishgan-ku ular bemalol o'zim ota onamdek har shanba oddiq kelib ketardim Toshkentga shu bizni Barno Dono Surayyo Sayyora Iroda Nigora 6 qiz bo'lganmiz chunki onam o'g'il deb 6 qizdan keyin Miraziz ukam tug'ilganda keyin nima deydi shu institutda adam kirmaysan deganlardan keyin mana shunda oldin ham aytganman pichoqni olganman qandoq kuch kelganmanga bilmayman odamdan o'zi pul so'ramaganman hayotda uyalardim ko'zlariga tik qarashga ham shundoq pichoqni olganmanda yo aktrisa bo'laman yo o'zimni o'ldiraman deganman vajohat kelib qolgan qayerdan o'zim hozir o'ylasam hayron qolaman yosh bo'lgansiz yosh bo'lganmanda bebosh bo'lganman keyin yana biroz qiziq qolaman keyin odam qo'rqib ketganlar voy bu qizimni niyati juda ham jiddiy ekan birinchi aktyorlik mahorati o'sha yerda boshlangan o'sha yerda boshlangan o'zichi anaqa sahnada emas hayotda artist bo'lish kerak ekan man endi tushunyapman o'sha Shekspir gapi borku hayotda hamma aktyor faqat no'noqlargina teatrga boradi deydi o'sha gap to'g'ri o'sha no'noqlardamiz biz keyin odam o'zlari qo'limdan yetaklab Astrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutiga o'zlari olib borganlar mana nima deydi Saida Rametova Shohida Ismoilova kursdoshlarim Abdurasul Abdullayev Zakovat o'yinini boshlovchisi kursdoshim Mirzatilla Shonazarov mana endi ko'p o'ynayapti u oldin bir Afg'onistonda xizmat qilib kelib teatrda ishlolmay miyasida o'sha bombardimonlar bo'lib keyin teatrdan ketib Abror Hidoyatovdan ketib yuridicheskini bitirib butun nima shahar bo'yicha uchastkovoylar boshlig'i bo'lib pensiya chiqqandan keyin mana aktyorlik qilyapti baribir o'qigan-ku endi keyin mana bizni parallel o'qiganmiz Muslimbek Yo'ldoshev Hamid Toshpo'latov Muqaddas Xoliqova Oybek Odilov ular bilan ular spektakllarda ham Said ikkalamiz Lola Ag'zamon ular nutq janri kursi edida rishvo janr kursida edi ular biza ular spektakl diplom spektakllarda ham o'ynaganmiz parallel o'tardi shunaqa bo'lardi o'zi hamma bir birini qo'llab quvvatlab bizani Tursunboy aka Isroilov kurslariga qabul qilganlar nima deydi man eng baxtli nimalardanman chunki bizani pokoleniya hammasi juda yaxshi chiqqan domlalarimiz zo'r deydiku zo'r domlalar Radun Yosif Benyaminovich Radun qarib qolgan oxirgi marta biz bilan shu Meshchanlar spektaklini qo'yganda ikkita qavat ochkida shu qo'yayotganda ham ko'zi ko'rmaydi mana shundoq o'tirardida biz o'ynayotsak ne
falshdirdi, qulog'i bilan eshitib noto'g'ri o'ynayapsa deb shunaqa qilib qo'ygan spektaklni. Domlamizni ham shu kapalak tutganman nimada, keyin sluhlarni tekshirishadi-yu, xuddi qaytarib berishingiz kerak, undan ham yaxshi o'tganman. Ashulalar ham aytganman, chunki maktab paytida man ashula aytish madaniyat uyiga qatnashganman, marhabo talantlarga, tuman, viloyat, shuni bosqich o'tib, shu Orif Almahsumov bizga 2 oy davomida shu Qibray tomonda Do'modiqda bizga 2ta klassik maqom o'rgatganlar. Ikkalasiga 10 balldan olganmiz. Xullas xabarim bo'lgan. Qo'shiq aytib bergandan keyin ular aytishgan, muzdramaga olaylikmi, ovozing bor ekan yaxshi, vokal bilan shug'ullanib, nima qilsang chiroyli, musiqali dramada ham keyinchalik, yo'q, men kino menga anaqa o'tmayman, dramaga deganman deb. Shunaqa shu domlamizni bizga mana Ro'ziyepa Usmonova, Po'lat Said Qosimov ayollar, Ro'ziyepam, Lola A'zamovna, Radun, Muhammadjon Ismonov, mana shunaqa juda yaxshi, buyuk Arsen aka Fayzullayev, Arsen aka sahna harakati, Ivan Matveyevich bo'lardilar, ular raqsdan o'tganlar. Mana shunaqa stanoklarda endi raqsdan ham xabarimiz, endi aktyor bo'lgandan keyin u shunaqa sharafliki, hamma narsadan, hamma kasbdan xabardor bo'lishingiz kerak. Professor xotin hammasini bilish kerak. Shu, chunki bir kun shifokor o'ynashingiz mumkin, bir kun hammasidan xabardor bo'lishingiz kerak. Barno opa, endi o'sha o'zbek filmda birinchi qaysi rejissyorga borib tushgan? O'zbek filmda men borganimda Kamoliddin aka Usmonov bilan Yo'ldosh aka Abdukarimov ular assistent bo'lishganda, mana dublyajga aktyorlarni chaqirib, qo'l qo'ydirib, vedomislarga shunaqa yurishganda, endi u yerda men Boriy Haydarov, ular bolalar filmini dublyaj qilganlar. Boriy akada endi boshida Gurgur deganda o'sha 3 ta zal bor-da, o'zbek filmda 3 ta zalda dublyaj ketadi jarayon. U paytda Muzfilmdan filmlar kelardi, plyonkada. Laboratoriya bo'lardi. Keyin prosmotr zali bo'lardi, anaqa o'sha dublyaj qilinadigan filmni katta ekranda shu ovoz beradigan hamma aktyorlarni chaqirishardi-da, o'tirib o'sha filmni boshdan oxirigacha ko'rardingiz-da. Rejissyor o'sha yerda o'tirib, "Ey, Obid, sen bunga ovoz berasan. To'lqin yoki Hamza, Rima, Valentina G'oziyeva, o'tdi hamma buyuk ustozlar, hamma teatrdan kelgan buyuk shu eski dublyaj aktyorlari. Qanaqa baxtliman, o'shalarni ichida yurganman-da, Gurgurdan boshlab, keyin mana foyeda o'tirardik-da, rejissyorlar chiqib, "Sen yur" deb chaqirib olib kirib ketib, ishlatib, bitta tomonda erkak aktyorlar hammaligi nabakalar. Voy, endi hamma teatrdan hamma ular narda o'ynab, chekib, gaplashib o'tirishadi, bu tomonda ayollar. Hamnaqasiga to'qib, narsalarni gaplashib, orada sigaretlar chekadiganlari bor. Oybarchin opam, Rim opam, Mukambar opam, mani dublyajda u yoqda birinchi ustozim baribir Mukambar opam bo'lganlar. Chunki boshida shu Gurgurda kirardik, hamma aktyorlar kirardi Gurgurga-da. Hali bozor, sahnalar, ko'pchilik odamlar ovoz beradigan sahnalarda hamma mana nech pul narxi, endi o'zi ham gapingizni oradagi voy kech bo'lib ketdi, qachon ketar ekanmiz, cho'zilib ketdi. Olinglar mana shunaqa qilib ovoz berib, Gurgur ommaviy g'ovur Gurgur bo'lib ketganda. Haligi ovoz beradigan zalda orqada bunday skameyka, o'rtada oynani u yog'ida mexaniklar, apparatniga haligi kaltso bo'lardi-da, film. Kaltsoni zaryajat qilib qo'yardi, bu yoqda ovoz beradigan joyingizda turib, mana pipitr deymiz, tekst qo'yadigan narsa, katta ekranda ko'rinib turibdi. Rejissyor bu yoqda o'tiradi, ovoz rejissyori bu yoqda o'tiradi. Haligi ovoz berganingiz to yaxshi chiqib rejissyori qo'yni to'lmaguncha qayta yozilaveradi, o'sha kaltso aylanaveradi. Bo'ldi deb, yaxshi chiqqandan keyin bo'ldi deb, keyin boshqa kaltsoni aniq qilishadi, boshqa joylarini. Har bitta og'iz nimaga
alohida aktyorlar ovoz berardi. Har bitta personajga Ha, alohida har alohida. bitta personajga alohida. Keyin men bitta narsani kuzatib qoldim. To'g'risi mana Kelinlar qo'zg'oloni degan film ko'rgansiz-ku. O'sha yerda Luiza Qosimova degan aktrisa o'ynagan. Men ovoz berganman. O'shani aytmoqchiman-da. Men o'sha paytda eshitaman, mana shu ayollar ovozi juda tanish, o'tib ketaveradi, bilmayman. Qaysi epizod u? Luiza nima kelin bo'lgan? Ana yumshoq kelinni o'ynagan. Yumshoq, Ana o'sha yerda bir ko'raman, ovoz tanish. Bu ovoz tanish deyveraman-da endi. Qarang, sezgansiz shuni, bir xil bilmaydi. O'shanda U paytda yosh bo'lganman. O'sha filmga turmush o'rtog'im Orif akam endi kinorejissyorlar ular ham. Assistent bo'lib ishlaganlar. Ular ham institut bitirib o'zbek filmiga borganlar, chunki kinoga muhabbatlari kuchli bo'lganda. O'sha Kelinlar qo'zg'olonida ular assistent bo'lib ishlaganlar. Mani katta qizim Shahnoza, o'sha Gulchehra Sa'dullayeva ikkita qiz bilan, bittasi kolyaskada o'tiradi, bittasi yetaklab, o'sha Shahnoza bittasi. Anaqa Tursunoy Ja'farova o'ynaganlar, u yerda Farmon bibini. Tizalarda o'tiradi. Kichkina. Endi men proba berganman o'sha именно Muhayyoga, o'sha rol, Luiza o'ynagan rolga. Proba berganman, endi ular Luizani olishganda, keyin ovozini men berganman. Melisaki keyin afsuslanganlar. Barno o'zing olsam bo'lar ekan shu rolga deb. Yo, lekin men boshqacha qabul qildim-da, juda ham bir boshqacha. Ya'ni nimasi bor? Barno opamdagi o'sha erkalanish bor-ku, erkalanish o'sha yerda shunaqa tushib qo'ygan, maza qilib yuborasiz-da. Lekin tanimaganman. Men shuncha ishlab turib tanimaganman, lekin qidirganman Barno opa. Shu odamni taniyman men deb qidirganman. Lekin Barno opamligini keyin bilib qoldim. Yosh ovoz bo'lganda. Yosh ovoz bo'lgan. Endi men nima deydi, keyin boriki ana Bumbo keldi degan bolalar filmi bor. O'shanda yosh qahramon bola uxlab yotganda atrofida tush ko'radi, atrofida hali qo'g'irchoqlar, har xil qo'g'irchoqlar tilga kirib gapiradi. O'sha bitta qo'g'irchoqga ovoz berganman. Keyin anaqa nima deydi, Nafilet qayerda bor-u? Nafilet qayerda ana bitta xonadonga borib tansiya tushadi qizlar bilan. O'sha qizlarning bittasiga ovoz berganman. O'sha qizlarning bittasiga ovoz berganman. Mana shunaqa qilib epizodlarga berayotgan paytimda Mukambar opam Sabr qosasi degan Matveyev, Astroumovlar o'ynagan film dublyaj qilayotgan bo'lganlarda, men endi orqada kirib o'tirardim. Ko'rib. Ishlamasam ham u ustozlarni ishlayotganini ko'rib o'tirardim-da, o'rganing yaxshiroq deb. Nafas olmasdan endi ovoz chiqarmay o'tirishingiz kerak. O'tirardim. Keyin Gulchehra Jamilova kelishlari kerak edi. Bitta barmensha ayol, barda anaqa qiladigan ayolga ovoz berishlari kerak ekan. Kutyapmiz, kim yopdilar Gulchehra opa. Keyin bir mahal Mukambar opa aytganlarki, Barno bu yoqqa kelgin deganlar. Yuragim duk uryapti, endi kattaroq rol edi-da u. Voy Mukambar opa desam, ke san ham qachondir boshlashing kerak-ku bunday kattaroq rollardan deb. O'zlari pipitr yonimga turib, yelkamdan ushlab, mana shunaqa qilib, chimchilab, urib, davay, qo'rqma, dadilroq deb mana shunaqa dalda berib turganlar-da. O'shanga men ovoz berganman, keyin xursand. Endi birinchi katta anaqam shu. Endi mana shu menga katta rollarni boshlayotganimda o'zbek filmida dublyaj to'xtatildi. Chunki Mosfilmdan уже kelmadi plyonkalar filmlar. Bu o'tda mana Ilyos Yoqubov. Bular Kamoliddin akamning ustozlari. Ilyos aka, Sofiya Imonqulova, Boriy Haydarov, Eson Karimov, Miroyos Soatov. Miroyos aka, Soatov, To'tapamma turmush o'rtoqlari. Mukambar opam, Eson aka bor edilar, Eson Karimov, nimaga o'xshagan, bir Raj Kapur nimaga o'xshagan. Ular hammasini ko'rganman. Sobir otani ko'rganmisiz? Sobir otanimi? Sobir akani, ko'rganman. Sobir ota deyishar ekanda, Sobir ota ko'rganman. Zvuk rejissyorlarni ham hammasini ko'rganman. Muharrirlar. Yulduz Rizayeva bor-ku, Tohir Zuhrada Zuhrani o'ynaydi. Ular muharrir edilar. Tarjimon, muharrir bo'lib o'tdi, komanda bor edi-da. Xullas, ularni hammalarini ko'rib, o'shalarni Oybarchin opam, Rim opam, men Oybarchin opamni juda yaxshi ko'rardim, chunki men o'ynagan rollarda ham
ba'zi bir ikki marta shunaqa bo'lgan, 3-4 marta o'zim kasal bo'lib yoki u yoqqa ketgan paytlarimda manga Barchina opam ovoz berganlar-da, menga tushardi. Keyin Barnosh yaxshi o'ynabsiz, men berdim sizga ovoz deb qo'yardilar-da. Voy rahmat Barchina opa deb. Endi hozir bir xilda shunaqa o'ynaymiz, syomkalar bo'ladi. Hozir ham mana yangi serialda mana dushanbadan ketadi. O'sirlar serialida bosh rolni o'ynayapman. Boshqa planda endi mana kelinlar qo'zg'olonida Farmon bibi bo'lsa, men mamlakat aya. 4 ta o'g'li, 4 ta kelini, bitta o'g'li o'lgan bo'ladi, 3 o'g'il, 4 ta kelin, nevaralar hammasi bitta hovlida yashaydi. O'sha qattiq qo'l, mana boshqacha qirrada ochilyapman. Lekin u qattiq qo'l bo'lgani bilan hamma otasiz katta qilgan bo'ladi. Ona o'zi katta qilgan bo'ladi bolalarini-da. Hamma uni harakati shu oilasini tinchligi, xotirjamligi uchun bo'ladi. Lekin shunaqa iloji Barnopa yumshoq bo'lib qolyapti. Yana kuchaytiring, mana shunaqa qilib qolishyapti. Ancha kuchayib qoldim shekilli. Yo'q, yaxshi. Ratsionallik ozgina qirrada, chunki men hali o'ladigan, eziladigan rollar уже до того ko'p o'ynadim, уже-chi o'zim ham siqilib ezildim. Naborotchi hali salbiy rollar ham o'ynayapman orada. Butun o'zingiz negativlaringizni chiqarib olar ekansiz, mazza qilib o'ynar ekansiz, Sabri. Men shuncha yil jinni bo'lib ezilib yurgan ekanman. Xudoni o'zi kechirsin, nechta kinoda o'ldim. Endi mana bunaqa o'ladiganlarni chaqirsa endi yo'q deyapman. Chunki уже shunaqa ani o'g'ri filmida o'ladi onasi, yotqizib qo'yib, chekkalarimga rayhonlar qo'yib, haqiqiy nima anu yana bitta filmda 5 yil ichida yotgan bo'ladi-yu. Alo gruppada ishladigan filmda ham qizi chet elga ketadi, onamga davolashga pul olib kelaman ishlab deb 5 yilni bundoq ochsa tushida qizim. Shundoq 5 yilni ochsa 5 yilda onasi o'lib yotgan bo'ladi. Mana bunaqa yotqizib 5 yilga olishdi. Ko'p o'ynayman. Mana kliplarda ham Alisher Fayzda Arzimamida Ubaydulla Omon bilan o'ynadik. Xuddi xotini yonida yurgandek bo'ladi har doimda. Keyin bir mahal oxirida gullarni olib qabristonga keladi. Qabr toshida mana rasmlarim bilan qilishganda. O'shanga nevaralarim go'da bujon o'ladiganlarni o'ynamang, yig'lab ishonib ketadi. O'ldirishi bas qilinglarmadi. Bas qilinglar, o'shanga yo'q bo'ldi. Mana kecha ham taklif qilishdi, o'ladigan ekan, yo'q dedim. Arkasi qildi. Barno opa, yana o'zimizni qadrdon dublajga qaytamiz. Savollaringiz bo'lsa? Yo'q, men ham shuni aytmoqchi edim. Televideniyaga o'tgandan keyin dublaj. Xuddi shu savolni bermoqchiman. Ishdan boshladingiz. O'sha jarayon bizga qiziq. Mana endi meni baxtimga telefilmda dublaj ochildi. Kamoliddin akam boshladilar. Keyin Yo'ldosh akani chaqirib oldilar rejissyor sifatida. O'ta Kamoliddin aka endi biladilar-ku, meni chaqirib turganlar, borganman. Spiskada borsiz. Spiskada borman, biladilar. Keyin men Kamoliddin akaga aytganmanki, Kamoliddin aka iltimos, men juda ham yaxshi ko'raman dublajni. Menga ko'proq gapiradigan, ko'proq ishlaydigan, yaxshi bitta rolga anaqa qiling, ishlash juda ham qolayman deb gapirgandan keyin Kamoliddin aka mayli, unda bitta serial boshlaymiz yaqinda, 78 qismdan iborat Hind seriali Ramayana deganlar. Unda bosh qahramon Malika Sitabonu obrazi bor. Shunga casting qilamiz, ovozingni proba qilamiz. O'tsang o'tding, lekin o'tmasang mendan xafa bo'lmaysan Barnor, chunki bu juda katta ish deganlar-da. Xo'p deb, xudo ish qilib shu Sita Bonuga o'tay deb shunaqa Xudodan so'raganman. Sita bo'lib so'rayaptilar. Sita bo'lib so'ragan. Keyin Xudoni menga mehribonchilik o'tganman deydi shu rolga. Mendan baxtli odam bo'lmagan. Menda giroyinada Ramma sevgilisi giroyinya. Ram bilan Lakshmanga Bekzod Muhammad Karimov ovoz bergan aka-ukaga. De men Sita Bonu bosh qahramon. Haligi nima deydi? Qolgan hamma rollarga butun teatrlarning ustoz dublaj ustalari Fayzulla Ahmedov, anaqa nimaga Ravanga Farhod Aminov ovoz berganlar, Gulchehra Jamilova, Gulchehra Ismoilova hamma nimalar kelishgan bu boshqa rollarga Ramayana serialida ishlashga. Men juda ham baxtliman. Siz demak televideniyada dublajga Ramayanada kirib kelgansiz. Ramayanada kirib kelganman. Keyin meni birinchi bo'lib kim ekan bu? Qanaqadir dublajda yangi ovoz paydo bo'libdi, emotsional aktrisa, ovozi ham chiroyli ekan. Kim ekan degan muxlislarda
savol paydo Savol. bo'lganda, keyin bir kuni Dom kinoga borganimizda bitta ayol Barno Qodirova siz ekansizda, ovozingizni eshitib men juda yaxshi ko'rib kim ekan deb o'ylab yurdim. Mani o'zim nimada tanilganman? Tog'li kuyovda. Tog'li kuyovda unda ham Saida o'ynashi kerak bo'lgan, Rametova kursdoshim. Nimadir ishi bo'lgan, band bo'lib qolgan. Keyin mana Mashrab aka Kimsanov rejissyori Tog'li kuyovni ular ham o'tib ketdilar. Keyin menga aytganlar shunaqa, mayli o'ynayman deganman. O'tdi, mana Ravshan Solihov turmush o'rtog'im, ular ham o'tib ketdilar. To'tapamlar Tog'li kuyovni buvisini o'ynaganlar. Men Madina Muxtorovani onasini, Mehribek Jonova bilan Botir Muhammadjon ular Tog'li kuyovni otasi. kuyovni ota-onasi bo'lishgan. Xullas, anaqa nima deydi? U namoyish etilishdan bir kun oldin azvuchkada o'tiribmiz, Mashrab aka, Barnoxon, mana ertaga Tog'li kuyov namoyish etiladi, bir kunda mashhur bo'lib ketasiz deb menga aytganlar-da. Voy rahmat deb. Endi keyin haqiqatda shu film qo'yilgandan keyin mani Barno Qodirovaligimni bilishganda, shundan keyin. Shu ovoz mana shu odamniki ekan. Ko'rinish bilan birga chiqqanda ko'rinish, endi shunaqa bo'lganda. Keyin yana bitta mani baxtim, shu Ramayanadan keyin mani Yoshlar kanaliga Bahodir aka Qosimov Esmeralda serialiga taklif qilganlar. Bu endi mani Qiziq bo'lyapti deydi. qiziq bo'lyapti. bu mani uchun juda ham kutilmagan baxt bo'lgan yanada. Lekin mana Kamoliddin aka Usmonovdan men juda ham minnatdorman, ustozim deb bilaman, chunki ular bilan men bu arab seriallari, nima deydi, Usta Hasan, yana Shalash oilasi, arabcha seriallar. Yevropa seriallarini, Filip Marlo, yana bir multfilmlar, multseriallar, Shuke Beta, Sharki George, Dengiz itlarida ham bor edingiz mana. Oy dengiz itlarida ham bor edim. Keyinchalik bu yoqda Madagaskarlarda ishlaganman. O'zingiz ham birga ishlagansiz. Nemoda baliq, ana Dorini o'ynayapsiz. Fisher, mana Balabi ishlaganman-ku, o'zim ishlaganman. o'z ishlagansiz. Keyin anaqa Baltoda itlarga. Ha, hammasi o'zimiz ishlar. Keyin Mauglida bir nechta variant, Maugliga ham ovoz berganman, o'tdagi anaqalarga ham juda ko'p nimalarga. Muzli davrida Meni anaqaga, Shoftolixonga ham berganman o'tda. Oppog'oy va Yetti gnomda Oppog'oyga. O'tda shunaqa baxtli emas. Sobirjon aka bilan Hoji Akbar aka Nurmatov hamma Mitchollarga ovoz berishganda, men Oppog'oyga. Mitchollar oti Gnom. Gnomlarda, Gnomlarga. Oppog'oy va Yetti gnomda, endi o'z nechasi Mitchollarda. Mittivoylar. Men endi anaqasi bilan. Endi qara Esmeralda aytdingiz, hozir kattalar. Ana bu yo'l multfilmga o'tib ketib qoldim. Ha, ularga qaytamiz hali Ha, turibdi. mayli. Ro'yxatda bor hammasi. Esmeraldaga qaytdik. Sizlar davomdan ushlab turmasanglar, men o'chib ketib Yo, bemalol. Shu tomondan yo'naltiryapmiz. Esmeralda haqida, ya'ni o'tdagi menga masalan o'zimga shaxsiy fikrim, menga Blankaga bergan ovozingiz o'sha stilistikasi yoqadi. Ya'ni onasiga Xose Armandoni. O'zi menga chunki xarakterini yoqqanda, aristokrat, ichida mehron bor, adda bilan azgina urushib turadi, lekin uni ham o'zini balansi bor-da, yoqqan. O'yni yumshoq. Lekin ommaga, xalq tomonidan olib qarasa, albatta Gratsiella personaji. Bahodir akaga yana bir marta bundan oldingi sonimizda mehmon bo'ldilar. Shuni eslab o'tib ketdilar. Eksperiment qilib, shuni topib chutiyo, bu rejissyor haqiqiy ish ushatdi-da o'zi. Aktyor tanlashda birinchi o'rinda-da. Albatta. Va o'sha davr uchun ham hozirga ham masalan yomon emas. 4ta 5ta, 5-sinfda ijro ish emas, qancha 3ta ekan ijro ishi, почти. Bu aktyorlardan shuni personajdan chiqaraman, yopa olmayman deb ko'rib sizlarga ishonch bildirishni o'zi ham aytmoqchiman. U ham bu rejissyor ko'ra bilganda, buni ishonganlar o'zlariga, bizga ishonganlar, shularni chiqarib bera oladi shu deb, keyin taklif qilgan bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Endi qarang, o'sha rol bo'layotganda o'ylayman-da. U ko'rib chiqib, endi Bahodir aka ko'rganlar mana, o'shanga bir-biriga balans bo'lsin deb qo'yilganda. Gratsiyalar o'zingiz tanlab olganmiz, kadrda ko'rib, yo yetib ketilganmi? Yo'q, menga berilgan. Inakda men chunki qo'yib beraman aktrisalarga. Chunki mana Noilapam Toshkentboyeva bu yonimda o'tiradilar. Noilapam bilan men ikkalamiz 12ta, 13tadan rollarga oz bergan bo'lsak, bu yonimda Shohida Uzoqova o'tirardi.
Shohida bittagina Esmeraldaga, chunki u birinchi marta dublyajga taklif qilingan edi. Undan oldin bittadir nimadadir ishlagan bo'lgan u. Bu yoqda Shohidani bu yog'ida Hoshim akam o'tirardilar, chetda Sanjar akam savdolar. Videolari bor. Ular hamma erkaklarni ular ikkalovlari ovoz berishgan, mana oxiratlari obod bo'lsin, ular ham o'tib ketishdi, qarang. Juda ko'p yaqinlarimizni yo'qotdik-ku. Afsuski, lekin biz baxtlimiz shundoq insonlar bilan bir qatorda birga ishlash bizga nasib qilganidan. To'g'ri. Keyin men o'zim xuddi siz aytganingizdek aytishadiki, Blanka va o'zingga o'xshab ham ketadi, qanaqadir yumshoqlik xarakterlari. Blankaga ovoz bergani xuddi Blankani o'zi gapirgandek bo'lib chiqqandi. Nejniy ayol edi. Rejissyor topqirligi. Keyin u paytda O'zbekistonda unaqa seriallar juda unaqa ko'p emas edi-da. Keyin bizani yutug'imizda shunaqa shu bo'lganki, men o'ylayman, sinxron dublyaj qilganmiz bu serialni. Mana o'zingiz ham ishlagansiz. Saida ham Haybatova ozgina ishlagan, Avroraga ovoz bergan. Sinxron har bitta deb olgan nafasi bormi, yig'isi bormi, kulgisi bormi, hammasini o'tida bekitib anaqa qilib haqiqiy o'zimizda o'ynagandek bo'lib ovoz bergan. Serial uchun bu katta ishda. Serial uchun salkam 1 yil davomida shu serialni ishlagan bo'lsak, endi shu serial qahramonlari har bitta ovoz bergan qahramonimizni yuragimizdan bitta bo'lagiga aylanib qolganda o'zi. Keyin mana Gratsela, men endi Gratselani mani eng ko'p mehnatim singan, ham o'zim eng yaxshi ko'radigan, yoshimga to'g'ri keladigan Adrianning sevgilisi bo'lgan u. Haligi Adrianga yetisha olmay sevgisi bilan aqldan ozadigan darajadagi sahnalari bo'lgan. Ko'rsa qiynalib, unga Sanjar akam menga rahmlari kelib ketardi-da. "Ey Barno, qiynalib ketdingiz, o'lsin, sevgi ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa" dirdilar-da Sanjar akam. Endi Hoshim akam Adrianga ovoz berganlar. Tadbirlarda ham so'rashadi, ovozlarni qilib beramiz shu nimalarni. Chunki Bahodir aka endi A'zam aka Bahromov pultda o'tiradilar. Bahodir aka endi 12-13 ta bo'lganidan keyin rolingiz ba'zida iloji boricha endi bu yerda ziyraklik. Go'da 4 ta 5 ta ovoz berayotgan qahramoningiz bir-biri bilan gaplashadigan sahna kelib qoladi-da. Darrov unisiga o'tishingiz kerak bo'ladi-da. Yoki ja bo'lmasa 2 bo'limni yozilsa ham baribir anaqa ziyrak bo'lishingiz kerak. Keyin qaysi biriga qanaqa ovoz berayotganingiz mamtizda turishi kerak-da. Boshqacha bo'lib qolsa, go'da sal o'zgarib qolsa, Bahodir aka hazillashib aytardilarki, "Barno, 18-knopkani bosib yuboring, sal hozir noto'g'ri ketdi" dedi. Go'yoki bizning tomog'imizda knopkalar bor-ku, sal ne to bo'lsa, boshqa knopka bosilib ketganday qilib aytardilar. O'sha bitta narsani ham aytdilar-ku, ana gap noto'g'ri gapirib qo'ysa 69 bilan 96 o'rnini almashtirdi. Keyinchi o'sha bitta Blanka men o'zim shamollab qolganman-da, qaysidir o'sha ovoz berayotgan, serialga ovoz berayotgan paytimda endi hech bunni bitib yotibdi, shamollaganman, hali opravdать qilib ketganimizda Rudolfonaga yomon shamollabsan, Blanka dorilik bormi, shunaqa gap qo'yib shunaqa opravdать qilib ketilganda, shunaqa joyda. Improvizatsiya ham bo'lib turadi. Topqirlaydi. Shu tomoshabin qo'ynida bu ham. Ha, qo'ynida. Lekin endi ertaga ham yozamiz deyishamidi. Shunaqa efirda. Mahmud aka Ismoil bilan ishlab o'tirsam, Mahmud aka buni samdora, yoshroq, qo'rsloq, anaqaroq san, unaqa bo'pti, 17-ovozimni ishlataman. O'shanga yozayapsizlar. Lekin dublyajda ketidan davomiy ishlashingiz, talabchan bo'lishingiz, talabchan aktrisa bo'lishingizga ham shu serial baribir sababchi bo'lgan. Masalan, shaxsan o'zim o'sha kommersiy zakazda bo'lganda siz bilan ancha ishlaganmiz esingizda. Почти ko'pida Barno Qodirov aytadi, chunki men bitta qiz bor, onam bor, tagi Barno olib ketadi. Men Barno olib ketadi. Bitta Barno ham 3 ta erkak. O'zlari shaqillatib o'rtoqlarini hammasini har xil qilib bir tekis. Chunki mana esingizda bo'lsa, Jahongir Angel bo'ladi, o'g'il bola. Kattagina o'g'il bola. Nimada yotgan bo'ladi, davolanib. Esmeraldani nima deydi, ko'zi ochilib bo'lgandan keyin hamshira bo'lib ishlaydi-yu kasalxonada o'shanda. Anaqa o'g'il yigitda endi kattaroq yigit bo'lgan. O'shanga ham ovoz berganman-da. Shunaqa.
Esmeralda opajon, men-chi sizni judayam yaxshi ko'rib qoldim. Siz qandaydir mehribon, aqlli, oqila ayol ekansiz. Esmeralda opajonim, meni hech qachon tashlab ketmang, maylimi? Kasalxonadan chiqqandan keyin ham mendan xabar olib turasiz-a? O'zimni Esmeralda opajonim deb biza nima deydi o'g'il bola. 14-15 yoshli bola edi. Ha, kattaroq edi. 10 yoshdan uyog'iga olgisi Manga mana bunaqa kichkina endi tili chiqqan anaqalar ham osonroq aytanga. Shunaqada u qiz bola bilan unaqa ajralmagan bo'ladi. Lekin o'g'il bola bo'yicha Barno opam chempionlar. Ketidan Endi ana kichkinaroq o'g'il bola bo'lsa-chi, anaqa boshqacha. Keyin Barno opamning bitta yana zo'r xislatlari bor. Bu narsa hozir Nargiza Mirzayevada ham bor. Bular hech qachon qo'pol qo'yayotganda o'zligini olishmaydi. Yo'q. Chaqiramiz, "Alo, qachonga boring?" Bo'ldi. Shuning uchun ham hamma yopishaveradi-da. Endi bu faqat yaxshi xulosa olganlari uchun emas, o'zi birinchi o'rinda aktyorskiy zo'r bo'lgani uchun va shuni bilan birgalikda o'sha xob deganlari uchun ham baribir odam talpinaveradi. Endi bilasizmi, Jahongir, men aytaman-da, shu o'zini olganlar bor-ku, hozir ko'ryapmiz-da. Hozir juda ko'payib ketdi. Yoshlarni ichida ham ko'ramiz-da. Hali ikkita to'rtta rol o'ynamasdan mayli hozir endi yoshlarga imkoniyat katta bo'lib qoldi. Hammaga mana ishlayman, rol o'ynayman deb astoydil o'qib harakat qilganlarga hammasiga ish bor-da. Biza paytda yo'q edi unaqa, sanoqli edi. Dublyaj ham 4 ta kanalda bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Syomkalar ham shunaqa bo'lgan, kinolarda ham. Hozirgi yoshlar baxtli deyman-da. Juda ko'p shans ko'p. Mana shu dublyajga ham biz ishlayotganimizda kelib kelishardi-da. Ozgina eshitib o'tirib, ozgina anaqa qilib, qachon ishlayman, darrov ular kelishi bilan darrov bosh rol berib qo'ya olmaysiz-ku siz. Hali unda tajriba yo'q, boshqa yo'q. Biza yillar davomida shakllanib shu darajaga yetganmiz-da endi. Ularga darrov bera olmaysiz. Sabr toqat yo'q. Deb ketib qoladi yoki ba'zi yoshlar bor, men jahlim chiqadigan tomonichi. Ba'zi yoshlar shunaqa savol beradiki, bitta film dublyaj qilsangiz nech pul beradi? Ana. Qarang. Man nozul. Amin, Allohu akbar deyman, tamom bo'lgani shu bo'ladi-da. Xuddi shu. Chunki bu narsaga pul uchun emas-da bu. Bu fidoyi bo'lish kerak, shu narsaga mehr muhabbati bo'lish kerak. Pul uchun shunaqa darajaga chiqib oladi. Oldin o'sha hunarni mana xohlagan ustaga borsangiz ham oldin o'sha ustozdan hunarni o'rganasiz-da. Hunarni o'rgangungacha u ustozni qancha ishini qilasiz. Albatta. Mana men bitta kitob o'qiganman, Arjumandlarim degan, o'sha Iroda Abdulaziz degan o'sha Oriyat dono qilgan bir ayol bor. O'shaning zo'r kitobi bor. O'shanda usta Zufar degan odam bo'lgan ekan. Soz yasaydigan usta. O'shani ota-onasi ustaga olib borib berganda, ustaxonaga qo'ymas ekan. U nima qilar ekan? Bor, mollarga qara. Bor, ayoni chop. U bolaning ichida ustam nima qilyapti degan olov yonavergan. Teshuvlardan qarab qolsa, derazadan qarab qolsa, tapishkalarni ham, kalishlarni ham otar ekanda, yo'qol. Ani ish qil. Birinchi o'rinda olovni yoqib olib turib, keyin o'shani orasida ko'rib ko'zlari pishgandan keyin endi o'tirib, haligi yonib bo'lgandan keyin hozirgiligi tayyorda, keyin birinchi o'rinda o'sha giroy deb tashyapti hamma. Giroy o'shandan keyin uni qadri ham bo'lmaydi-da u ish. Qadri ham bo'lmaydi, dimog'i ko'tarilib, yerdan uzoqlashib, men aytaman, bizani hamma qilayotgan mehnatimiz, o'ynayotgan rollar, shu dublyaj ham hammasi muxlislar uchun, xalq uchun-ku, nimaga endi biz kerilishimiz kerak deyman-da. Jahlim chiqadi shunaqa yoshlarni ko'rganda, gapirib ham tashlayman. Hozir shunaqa, hozir ayniqsa o'sha pul so'raganda odam qo'rqib ham qoladi. Go'yo bir xil payt o'zingizni aybdor ham xijolat. Xuddi uni to'g'risi pulni olib qo'yayotgan degan tuyulib qolasiz, lekin ungacha ko'rsatish kerak-ku, mehnat qilib o'sha darajaga chiqish kerak. Endi xususiy buyurtmalar alohida-ku, masalan, davlat kanalida men ishlayman-ku. Shunda ham siz xijolat deyapsiz. Men bermayman u pulni. Ajratilgan setga bor, necha yillab ishlagansizlar o'zingizlar. O'shani kerak bo'lsa xuddi men aybdorda bo'lganlar bo'ldi, puliga kam ekanda, mana shunaqa degan bor. Sobirjon aka kelgan bitta gap aytdilar, dublyajga pul uchun kelyaptim, bo'ldi, u dublaj aktrisasi emas degan bor. Endi vaqt anaqasi hozir davr talabi boshqa, ko'proq ishlagisi keladi aktyor. U darajaga oldin chiqib olish kerak-da. Qancha meni ushlaysan deydi hozir telefon qilsa bittasiga masalan. Keyin mana qarang, o'sha Esmeraldadan yana ozgina aniq qiling, chunki men uchun juda qadrli. Bahodir aka tufayli men baxtliman shu Esmeraldada ishlaganimga. Chunki bu serialni efirga ketgandan keyin juda ko'p biz tadbirlarda yurdik, viloyatlarda.
hattoki Xumsonga borib sanatoriyalarda hammamiz Sanjar aka, Hoshim aka, butun Esmeralda ijodkorlari dam oluvchilarga sahnaga chiqib uchrashuvlar bo'ldi. Shohidani hovlilarida o'tirdik hammamiz Sanjar aka ham borgan bular Sanjar aka ham borganlar. Bu yengil. Sensasiya. Borganlar, ha. Lekin gapirmaganlar, borib birga turib anaqa qilganlar, borganlar. Keyin Sanjar akam doim sirli bo'lib qolish holardilar-yu, mani rasmga ham tushmasdilar, intervyu ham bermasdilar. Keyin bizdan so'rashardi-da, shu ovozlariga oshiq bo'lib qolganda endi qizlar uni Xose Armandoga ovoz berganlar anaqa-yu. Qanaqa shu Sanjar Sa'dullayev ko'rinishi qanaqa deb bizdan so'rashardi. Chiroylilar, juda ham kelishgan, chiroyli. Endi ovozi o'zi anaqada. O'zi ovozi o'zida shakllanadi. Ovozi o'zida shakllanadi-yu. Chunki men aytamanki, men hali aktyorni ovozi chiroyli bo'lgani bilan agar unda yurak bo'lmasa, o'shani his qilib, nima qilmasa, o'shani aktyorlar ovoz bir tiyinda, agar chiroyli ovoz bo'lsa-yu, siz uni eplab yuragi o'sha shu ekrandagi aktyor mana nima uchun dublyaj aktyorlari sanoqli-da? Masalan, eng hamma ham dublyaj aktyori bo'la olmaydi. Hamma ham bo'la olmaydi. Dublyaj aktyori bo'lish uchun birinchi navbatda eng kuchli aktyor bo'lishingiz kerak. Shu ekrandagi aktyorni ko'ziga qarab turamiz-ku. Ichida nima o'ylayapti, qaysi holatda, o'shani ichiga kirib olib turib ovoz bergandek bo'lasiz-da, xuddi. O'shanga aylanasiz-da. O'shanga aylanasiz-da. Yig'lasa yig'laysiz, kulsa kulasiz. Uni kechinmasi bilan yashaysiz. Uni kechinmasi bilan yashaysiz. Men nimaga shu dublyajga yopishganman? Chunki men o'sha aytdim, sog'lig'im mazasi bo'lmagan, Moskvaga, Leningradga 4-kursda bizda oldin praktikaga olib borishardi. 15 kun Moskvada, 15 kun Leningradda hamma teatrlarga kirib, Mixat, hamma nimalarga kirib praktik ulan spektakllarni ko'rib kelganmiz-da. Shu mo'jizalarni ichiga tushib qolgan Siniya Ptitsa degan spektaklda voy ko'zingiz oldida mo'jizalar sodir bo'ladi-da. Shunaqa ko'rib kelib, biz shu Moskvadan Leningradga o'tganimizda domlamiz Toshkentga kelib ketganlar-da. Shunda borganlardan keyin kursdoshlarga anaqa Barnoni o'ziga bildirmanglar, sinisi o'tib qolibdi deganlar-da. 18 yosh sinim o'tib qolgan shu Dono sinim. O'sha menga o'tdan kelgandan keyin Orif akam kutib olganlar, hali to'yimiz bo'lmagan. Shu qo'limni mana shundoq ushlab qo'yyaptilar-da, bardam bo'ling degandek. Yuragim g'ash nimagadir. Yuragim g'ash. Uyga kelgandan keyin mashinadan tushib zvonok bossam, oyimlar rahmatli eshik ochib yig'lab borganlar-da. Shundoq o'tirib, qanday chiqib ketganimni bilmayman deb uyga kirib ana qilsam, Dono yo'q-da. Endi bu menga juda ham kuchli ruhiy zarba bo'lganda. Qabrga borib yotib yig'layman, Dono. Barno opajon menga kapishonli jem bir olib kelasiz, pul yig'ib berib yuborgan edi, olib kelgan edim. U men nimaga bu Dono senim o'z ismi bilan Dono edi-da. Anginasidan o'tib ketib, oyog'i revmatizm, yuragi parok bo'lib qolgan edi. Shifokorlar operatsiya qildiramiz, lekin 50 ga 50 juda nerv tomirlari nima bo'lib ketgan, nozik, ko'tara olmasligi mumkin deganda onam rahmatli, "Yo'q, mayli, qancha umri bo'lsa shuncha yashasin. O'z qo'lim bilan berib qo'yamanmi qizimni" deb qildirmaganmiz. Keyin 10-sinf bitirganda shu o'zi onam rahmatli Yoqutxon bo'lganlar-da, ismlari. Qishin yozim, men o'sma qo'yib kelganman bugun, sezayotganman. Men qarab o'tiribman o'shanga. Qishin yozim o'sma arimasdi-da. Men yangi rolimda ham men mamlakat ayada shu постоянно o'sma bilan yaxshi xarakter beradi. Keyin o'sha onamni qoshlaridan o'sma arimasdi, yozi bilan o'sma, qishi bilan basma qurtilgan yutib qo'yardi. Ikkita sochlari shunaqa uzun, ko'ynidan pastga tushadigan. Haqiqiy Yoqutxon edilar. Ular maktabni oltin medallarga bitirib, Tashguda o'zbek tili adabiyotiga o'qiganlar. Butun O'lmas Umarbekov, Elbek Musayev, Ergash Raimov, keyin Azizlaziz Qayumovlar o'shalar bilan o'qiganlar-da. Chet tillar institutida o'zbek tili adabiyotidan dars berardilar onam rahmatli. Shu Dono endi 10-sinf bitirgan. Dono ham opamga o'xshab ikkita chochi uzun. Haqiqiy Dono meni yaxshi ko'rardi. Men chunki Chinosda katta bo'lganman, shanba odiq kelishimga chiroyli yaxshi narsalarni menga yig'ib tortmasiga solib
Barnopa deb kelganimda menga ilinib berardi deyman. Endi mehrim juda ham nima edi, shu dononi vafotidan 18 yoshmi endi nimaga kirgan, Borovskiyga kirgan. Mana shuncha yil oldin endi sanatoriya oyog'i shishganidan shundoq qo'lingizni botirsangiz qaytib chiqmasdi-da shunaqa. Hansirab keyin Borovskiyga kirib o'qishga kirgan, men ham shifokor bo'laman deb avtobusda o'qishga qatnashga hansirab labi ko'karib, yurak nima kuchi yetmaganda uyda bo'lardi har doim. Shu yoqdan telefon qilganimda ham Dononi chaqiringlar, Dono bilan gaplashaman desam, o'rtog'ini kechib ketdi, u bu bahona qilishgan. Uyda bo'lardi, doim hech qayerga chiqmasdi-yu deb. Tinchmikin desam, Shohida, ha endi anaqadir-da, chiqqandir deb teskari qarab olgan, bildirishmagan. Menga bir qo'ynim o'zi nima bo'lgan edi. Keyin chalib ketganman yana. Demak, shu menga ruhiy zarba bo'lib, men uxlolmaydigan bo'lib qoldim-da. Keyin shu qattiq kasal bo'lib, 2 oy umuman uxlolmaganman. Qo'rquvlar paydo bo'lgan, diplom spektakl bu yoqda ketyapti, bosh qahramon geroinyalarni o'ynayapman. Hammasi 5 imtiyozli diplomlarga bitirganman institutlarni. Keyin kasalxonaga yotqizishgan meni majbur, chunki уже men o'zimda emasman. Ko'tara olmaganman. O'shandan keyin dublyaj kelgan sizda shu. O'shandan keyin mana shifokorlar menga aytganki, endi bir necha yillar yotganman. Hattoki turmushga chiqqanimdan keyin mana shu 2ta qizimni tuqqanimda ham ora-orada yotganman-da. Orif akam meni yonimda yotgan ayollar menga havas kelardi-da. Voy, mana biz kasal bo'ldik, yigitimiz yoki turmush o'rtog'imiz ajrashib ketdi, bizdan voz kechib yubordi. Sizni eringiz shunaqa yaxshi ko'rar ekan, qarang deb anaqa. Chunki Orif akam meni maktabga 1-sinfga chiqqanda katta Shahnoza qizim bilasiz, televideniyada 16 yil dublyajni O'zbekiston kanalida tarjimon muharrir bo'lib ishladi, keyin Tarix kanaliga olishdi. Yodnoma ko'rsatuvlar qilyotdi, baribir bo'shadi, chunki qadriga yetishmadi, to'g'risi. Chunki shu qonun chiqarib qo'yishdi-yu 9 dan 6 gacha. Men ijodkor odamni ramkaga solish to'g'rimi o'zi? Endi mana hozir men uzr so'rayman, Anvarxon shu yerda ishlaydi, o'shaning uchun bizga gapiraylik bu narsani. O'zi ijodkor umuman ijodkorlik cheklab bo'lmaydi. O'xshadimi? Chunki ijodkorning o'zi mas'uliyati bor. U o'zini ishini juda yaxshi biladi. Chunki ishingni qoyalatib qilib qo'yapsanmi? U yetmasa ham o'sha ishni qiladi. U kechasi bilan men o'zim ko'zim oldida kechasi bilan mana qilib kompyuter oldida o'tiradi, yodnoma ko'rsatuv, butun Komil Yormatov, Hamza Umarov, Qudrat Xo'jayev, To'g'on Shirinapa Rejametovlar, oxirgisi Hamza Umarov haqida qildi. Ularni butun arxivdan ularni o'ynagan narsalarini olib, ular bilan birga ishlagan yosh katta odamlarni olib kelib, o'zi olib kelib, o'zi olib ketib intervyular olib, bularga yaxshi kreslo qo'yish kerak, yumshoq deb kurashib, oldiga narsalar qo'yib, o'zini pulini ishlatib bo'lsa ham shu hurmatini joyiga qo'yib, shunaqa zo'r qilyotdi ko'rsatuvlarni, arzimagan pul olardi. Lekin bu o'zi yaxshi ko'rib qilyotdi. Kechasi bilan o'tiradi. Masalan, tarjimada ham o'tiradi. Bu sinxron, как ukladkasi bilan birga qilardi-da tarjimani. Buni tarjimasi shunda lop-lop tushardi joyiga. Ishlayapti. Shohmahmud ham taklif qildi. Yo'q, уже endi uni yuragi ko'tarmaydi. Muharrirlik ishini ham qo'shib qilinadi-da. Qo'shib qilinadi. Hozir qilmasangiz o'zi muharrirlar baribir yaxshi ishlayapti. O'shaning uchun keyin majbur bo'ldi, bo'shadi. Men opa unaqa meni tushunmaydigan, qadrimga yetmaydigan odamlar bilan ishlamayman dedi. Hozir endi stavkaga o'tdi ko'pchilik. Yo'q, endi u xohlamadi. Umuman уже до того bo'ldiki, voz kechib bordi. Endi mana doktoranturaga kirsa, institutga ham domlalikka chaqirib yotishibdi. Hozir ozgina voy opa shunday yengil bo'ldim bo'shaganimdan keyin deb damovatdi hozir ozgina. Chunki chochlariga oq tushib ketdi-da, shuni orqasidan kurashib. Shunaqa narsalar mana bizlar isham 6gacha ertaga davom ettiramiz. Davom etasiz-ku. 9gacha ishlaysiz kechasida. Uni ular hisobga olmaydi. 9dan 6gacha. Borishingiz kerak. Ya'ni u ishlaganingiz to'lanmas ekan. Bu noto'g'ri narsa-da, shu. Shunaqa. Endi balki o'zgarar, balki ko'p chiqishar, bir ikkita odamlar. Shu viloyatlarga borganimizda-chi, Esmeralda bilan. Butun chekka-chekka qishloqlar ham
ko'rgan ekan, chiroq o'chib qolgan paytda bir xil qishloqlarda. O'sha qishloqning aholisi chiroq bor qishloqqa borib shu Esmeraldani ko'rishgan ekanda. O'zlari aytib berishyapti-da bizga. Hali onaxonlar boru qozonlarga oshlarni damlab chiroq bolajonlarim Esmeraldani ko'rib keldik, keyin yeymiz deb ketishar ekanda. O'sha paytda o'g'rilarning ishi yurishib, kema qo'zalari, hali ovqatlarni qozon-qozondan ham o'g'irlab Esmeraldaga rahmat deb yozib ketishar. Bo'lgan voqealar. Shu Bahodir akamda aytdim o'sha mashinada mana. Bo'lgan voqealar, chunki juda yaxshi ko'rib ko'rishganda. Endi Barno opa, masalan, o'sha endi bilyapmiz, ba'zi aktyorda bo'ladi-ku, o'zingiz aytganingizdek, biz o'sha personajga ovoz berganda ichiga kirib ketamiz-da. Albatta. Qaysi rolingiz sizni o'shanaqa qaysi rolingizda o'shanaqa chiqib keta olmagansiz? Bir oylab, bir yillab bo'ladi-ku, o'sha kirib ketasiz o'shaning ichiga, keyin chiqishingiz qiyin bo'lib qoladi. Qaysi rol bo'lgan shu? Gratsiela bo'lgan. Gratsiela bo'lgan. Hamma yoq saranjom chaqqan ekansan. Sababi men turganimga ancha bo'ldi. 5 soatdan beri ishlayapman axir. Bechora, soat 6dan beri-ya. Ha, 6dan beri. Bunaqa vaqtda xo'rozlar turadi deb o'ylagandim. Xo'rozlar, tovuqlar ham. Odamni g'ashiga tegadigan gaplarni qayerdan topasan? Menga tekkazib kecha aytgan gaplaringni tushunmadi deb o'ylayapsanmi? O'zingizga olavermang-da. Sizni xafa qilish niyatim yo'q edi. Meni xafa qilmoqchi bo'lmaganmish. Qarangga jur'at etolmaganmisiz kerak. Chunki Gratsielaga juda ko'p mehnatim singan, hali ham aytdim. Uni o'ladigan sahnasini yozayotganda na ko'zimdan duvlab yosh oqyapti. Endi xohlamayman-da o'lishini. U bo'lganman, o'zim ham Gratsiela bo'lganman. Shu Adrianga tega qolsa-ku, anaqa baxtli bo'la qolsa nima qilar, kim bechora shuncha qiynaldi. Onasini aybi bilan shu Fatima Fotimaxon hamma ham biz o'shani aybi bilan Emilianoga tegib, Adrian bu yoqda aytadi-yu, endi va endi shu Gratsiela o'lyapti. Hamma butun ijodiy guruh yig'laganmiz. Даже Nelipam, Sanjar aka hammamizga yomon ta'sir qilganda, haligi Adrianni qo'lida jon beradi-ku. Adrianni o'zi ham eziladi. Bu yoqda nima deydi? Oxirgi qilib nafasi jon chiqadigan joygacha yozganmiz-da. Mashtimga, tomog'imga narsa tiqilib qolgan, gapira olmayman-da. Ovozim chiqmayapti, chunki xohlamayman-da. Uni o'lishni. O'tdi katta pauza berish kerak bo'lgan. Juda. U rollarga bir hafta davom kelyapti. Keyin mana Gratsielani ham ovozini qilib bering deb so'rashadi, uni ham qilib beraman-ku. Avrora endi Saida ovoz bergan Avroraga, Sakoraga berganman Avrorani onasiga. Ay, Avrora, qizalog'im, ana u yashamagur Gratsiela yana Adrianni boshini aylantiryapti. Ha, Emilianoga tegdi, endi jim yursa bo'ladi-ku. Avrora, qizalog'im, ish qilib Adrian senga uylansin-da, qachon seni kelinlik libosida ko'rarkinman deb qo'yadi. Avrora, ana Tula xola-chi, Tula xola, uni ham yaxshi qo'shadi. Tula xolada men o'zimizni Klara Jalilovaga o'xshatib anaqa qilganman-da. Chunki u do'mboqqina bo'lgan-ku. Unga boshqacharoq nima qilganman? Endi ovoz tanlayotganda baribir o'sha qahramonni tashqi ko'rinishi, gavdalari, hammasiga ahamiyat berishingiz kerak-da. Ovozingiz o'sha mos tushib, xuddi o'sha odam ichidan chiqayotgandek bo'lish kerak-da, baribir. O'zidan chiqayotgan. Tula xolada voy, Husayarmanda bolajonim, o'zim o'rgilay sendan. Voy, men seni mana shunday kichkinaligingdan o'zim katta qilganman. Men pishirgan ovqatlarni, men pishirgan shirinliklarni yeb katta bo'lgansan. Ish qilib to'ylaringni ko'rish nasib qilsin-da deb keyin Klara opaga o'tib ketaman. Klara opa ham xuddi shunaqa gapirardi. Voy Barno, yaxshi yuribsanmi, o'zim o'rgilaysan-da. Orajon yaxshimi, qizlaring yaxshimi? Voy, har kuni ovozingni eshitaman televizorda. Uyga borib dazmol qo'ysam ham seni ovozing chiqadi-ya, Barno deb qo'yardilar-da. Shu Klara opadan o'g'illaganman. Shu o'rinda chunki kuzatuv birinchi o'rinda-da, aktyorda. Endi Personajni qayerdan olinadi nima? Klara opa deganingizga endi eslab ketishimiz ham kerak-ku. Ha. Klara Jalilova bilan bitta filmda o'ynagan ekanlar o'zlari, ana Burxon Sharapov niqobmi, egizaklar xullas. Ha, jonim seni yoqut egizaklarmi? Yo, shunaqa bo'lish kerak. Men ham o'ynaganman unda. O'ynaganmi deysiz ham? Xullas o'sha yerda ana
Sharof Muqimov onasi bo'ladi, Murod Rajabov bilan o'ynashgan. Endi yosh Ha, ovozlarini. ovozlarni o'zlarini ishlatyapman. Endi anavi xotira sal pasayib qolgan, eslolmaydilar, nima deyotganlarini bilmaydilar-da. Hamma bilan bir haftada yozib ketgan bo'lsam, ular bilan 3 hafta yozdim-da. Klara bilan. Klara bilan yozdik. Endi ona hamma joyda bor. Keyin premyera bo'ldi. Premyerada endi hamma sahnaga chiqadi-ku. Sahnada turibmiz, ijodkorlar turibmiz-da. Klara kelyapti, hamma bilan ko'rishib, aynan ketib borajanim, yaxshimisan, sonlaring yaxshimisan? Kelib meni bunda ko'rib qoldi-da, voy juvonim, men ham shu yerdaman. Mana 3 hafta qiynagan. Qon bo'lib ketganlar. Shunaqa deydilar. O'zi allambalo edilar, Klara siz ko'rmaysiz. Hamma bilan yaxshi gapirib, meni ko'rib qoldi. Voy juvonim. Va haligi gap kelmaydi-da, endi esdan chiqib qoladi. Yo, Klara chiqmadi. Rahmat turibsiz. Rahmat. Sotdiman. O'shaga esimga tushib qoldi endi. Uzr endi siz ham gapingizni bo'lib qo'ydi. Kelganda otib olmasak bo'lmaydi. Ha, конечно, voy. O'sha birinchi kurs temasida aytadi-ku, kuzatuvchilikni oshiringlar. Baribir ba'zida ishlaganda shu hammasi bilan. Hammasi kerak bo'lgan, qirrali ochilgan. Keyin mana o'sha dublyajga nega men yopishganman? Shifokorlarim aytishganki, teatrda ishlash mumkin emas, senga kategorически. Chunki hamma narsani yuragingga yaqin olar ekansan, ichiga kirib ketardim-da rolimni. Kechasi uxlay olmasdim. Hattoki mana yaqinda ham nima deydi, shunchalik yaxshi ko'rib ana qilganimdan ertaga teatrda masalan har kuni spektakl-u, ertaga o'ynaydigan rolim men kechasidan miyamda aylanadi-da. Yaxshi uxlaymiz. Yaxshi uxlayman. O'shaning uchun mana 45 yildan beri tinmay men uyqu dori bilan uxlayman-da. Dori ichmasam, u yoqqa ag'anayman, bu yoqqa ag'anayman, miya ishlayveradi, to'xtamaydi. Bu yomon. O'shaning uchun kechqurun uyqum kelmaydi, 2-3 gacha ham televizorlar ko'rib, ana qilaman. Ertalab ish bo'lmasa, turgim kelmay uxlab olaman. Chunki yaxshi uxlab olsam keyin eng keragi uyqu, eng keragi sog'liq ekanda. O'shaning uchun men kinostudiyaga kelganimning sababi kinoda bitta syomka qiladi, bo'ldi. Unga qaytmaydi-ku. O'shaning uchun men bitirganimdan keyin o'sha qizil imtiyozli diplomlarimni olib, O'zbekfilm kinostudiyaga, kino aktyorlar studiyasiga kelganman. O'tda mana O'lmasaka, Alixo'jayev, Tamara Shokirova, Oybarchin opam, Roza Fayzullayevalar kutib olishgan, Naylipa bor edilar. O'sha ishga borganimda men Shahnoza katta qizim 5 oylik qornimda edi-da. Homilador edim. Keyin lekin qornim chiqmagan edi, bilinmas edi-da. Borganda O'lmasaka o'tgan ekanlar-ki, men endi Tamara Shokirovani Rayhona hozirgi xonandamiz, mana shundoq qizcha sochlari jingalak, uni o'ynatib yurardim-da. O'lmasaka aytibdilarki, ana beremenная debdilar-da. Voy, qanaqasiga bering? Mana endi ishga kiryapti-yu, qanaqasiga beremenniy bo'ladi? Ko'ziga qaranglar, ko'ziga debdilar-da, bilar ekanlar ko'zidan. Keyin anaqa so'rashgan mendan, shunaqaman deyishgan. Ha deganman, aldamaganman, endi o'zi endi ishga kirgan bo'lsam ham. De shunaqa o'sha shunaqa ajoyib insonlar bilan ishlaganman. Lekin kinoda men studiya kinoaktyoriga borganimda Dilorom Qambarova, Tamara Shokirova, Aida Yunusova, Oybarchin opam, endi mana Dilorom Egamberdiyeva Vigikdan kelgan, Zulqimor Mo'minovalar bizdan 2 yil keyin, 2 yosh kichkina mendan bitirib kelishgan. Shu sanoqli edi-da, rollarni o'ynaydigan anaqalar. Lekin men ham o'ta nima qilmaganman, Olovli yo'llarda birinchi bo'lib paranchisini tashiydigan o'zbek ayolini epizodini o'ynaganman Shuhrat Abbosovda. O'sha haligacha chiqib turadi ana xotin-qizlar bayramida o'zbek xotin-qizlarini ozodlikka chiqqan anaqasi deb qabul qilishganmi, bilmayman. Keyin mana Netayda Farid Davletovni olgan, qornim o'sha Ma'mundoq. Netayda Netayi onasini o'ynaganman. Javlon. Qornima qilgansizlar? Homiladorman. Tushundim, shu bilan. Tug'ishdan oldin o'ynaganman rolni o'sha. Ko'ynakni o'shanga moslab tikib shunaqa qilingan-da. Yo'q, homilador personaj bo'lib ketaverganmi kinoda? Yo'q, o'zim shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lib ketgan, chunki o'zim o'ynaganman. Hozirgilar o'sha qorin boylab chiqmaganman-da, o'zim haqiqiy tabiiyani. Endi unga Farid Davletovich hali otadi, yiqiladigan joylari bor. Ehtiyot bo'ling dedi. Anaqa-yu, nima bolaga hech narsa. Javlon Hamrayev bilan er-xotin bo'lib o'ynaganmiz. Po'lat Fayziyevni qo'riqxonadagi balandlikda o'ynaganman. O'tda keyin Solijonning onasini o'ynaganman. Olim Ergashev trilogiya olgan, Abdulla Qahhor
bolaligi haqida Hmm. Hur qiz degan. Hmm. U ham mana arxivda juda ko'p filmlarim bor o'ynaganlarim. Ular nimagadir bilmayman, uncha ko'p namoyish qilinmaydi. Bir qo'yib qoladi. Shu yaxshi madaniyat ma'rifat kanali retro nimalarni qo'yib turishadi. O'shalarga E ham rahmat. o'sha nimalarim arxivda bor, hammasi o'ynagan filmlar. O'sha kinolar man Elyor qo'yib turish akada ham kerak, o'ynaganman, Shokda, Elyor Ishmuhamedovda. Endi hali Rayhonni o'ynatib yurgan paytlaringizda Ha. boshqa davrlarda o'shanda ham kampir beramiz deydi. Tomoshabinlar dublyajning har bitta aktyor Barnopam tanigan hamma biladi. Barnopam birinchidan quruq qo'ldan kelmaydi, hech kimni xafa qilmaydi. Hammaga har doim kampir ulashib, kampir tavori beradi. Ana kampir ismi bor. Mana bugun ham studiyamizga kampirlar kelganlar, gapimiz bor. Mana shu. Mana kampir. Assorti, kimga qanaqasi yoqsa. Lekin boshida aytib o'tdilar, men savolimizga javob berib qo'ydilar, bilib bilmagan holda onalari shunaqa Oyimlar o'rgangan. rahmatlidan. Men doim o'ylardim, Barnopam qanaqadir o'zlaridan nima qoldirmoqchi bo'ladi, yo imijimikan. Qachon shilchoq bo'lgan bu miyada, men Yo'q. shunaqa yuramanmikin, san mana gap bu yoqda ekan. Yo'manchi masalan aytishadi mana yurak uxlaganda organizmda hamma organlar anaqa dam olarkan, dam olarkan. Faqat yurak tinmay ishlarkan, chunki yurak to'xtasa odam ham ketadi bu. Yurak qachon dam olarkan? Kimgadir yaxshilik qilsangiz, o'shanda yurak dam olarkan. Men o'zim maza qilaman-da, masalan kimnidir qo'ynini ko'tarsam, yo yaxshilik qilsam yoki mana go'da endi rejissyorlarga Snickers, Bounty'lar olib boraman. Sen o'zingiz aytganingiz yaxshi. Ularni hurmatini qilaman-da. Bahodir akamga aytdim. Oldinda qildik, qahramon deb tursam, Nilufar Isayev degan rejissyorga kelganingizda bunday qarasam, bizning anaqamizda bitta davri. Unga shikolat berdi Snickers. Bizga nam Zachем u dedim ichimda. Yo'q, keyin rejissyor sifatida ishlab turib, yo'q shikolatlamanga deyishni boshladi. Ko'proq ishkala resurs sifatida Minnatdorchilik va kayfiyatga o'xshagan anaqa. Ya o'zi bu odat go'zal odat-da. Chunki men televideniye уже kirib kelayotganim o'zida cho'nchagimda Qurollanib kiradi. postlarni nima 3 ta postdan Post o'tadi-yu. militsiyani ham bilardi. Ular nechtaligini qarab shunday qo'lim tiqamanda, anaqa ular nasibasi keyingi nasiba keyingi. Lekin ham kech qolmaydiganlar o'sha bilan ham to'yib oladi. Kampichkani keldilar, bir nima kelmadilar, so'rab qo'yadi. Sladkaya женщина deb qo'yishadi ba'zida. Mana o'shancha hazillashaman, qaynonasiga kampirza o'tdi. Go'da keyin esimdan chiqib qolsa, hech narsa esingizdan chiqmadimi? Bermay ketadigan bo'lib qolsin. Hech narsa esingizdan chiqib qolmadimi deb ham qo'yishadi mayli. O'zi bir odam o'sha o'zim xursand bo'laman shu narsaga. Yodigilar ham xursand bo'ladi. Bu nafaqat anaqa kayfiyat ko'tariladi, arzimagan kayfiyat. Shunaqa. Kayfiyat ko'tariladi Yaxshilik bu, yaxshilik. Nimaga shu dublyajga men ko'proq yopishganim, dublyajda shu teatrda o'ynamagan rollarimni, ichimdagi armonlar hammasi shu dublyajda go'yoki men shu sahnada o'ynaganday yoki shu ichimdagi bor dardlarimni dublyaj orqali ana qilib jon jahdimni, yuragimni o'zimni ayamasdan ishlayman. Lekin buni yaxshi tomoni uyga kelganimda, uxlayotganimda hech narsani o'ylamayman. Shuning uchun ham mehr muhabbatimni ko'proq dublyajga bergan. Yaxshi, matnni yodlab olmaysiz, spektaklga o'xshab. Shunaqa. Orangda bitta ham qiz bola yo'q, kimgadir dardini sochish orada unaqa emotsional narsa bo'lsa, lekin mana orada shu teatrda ishlamaganim armonku, endi u ham o'zini gashti bor-da, tomoshabinni nafasini his qilib jonli o'ynaganiz ham boshqa, uni ham o'zini gashti bor. 2 yil Sayfiddin Milliyev Turon teatri, mana harbiy teatr, davlat teatri maqom berildi. Shu teatrda Muhabbat opam Hamrayeva, Muhabbat Abdullayeva bilan biz 2 yil qatnab, men O'lan spektaklida Momo bosh rolni o'ynadim. Elmira Rahimjonova bilan dublyor bo'ldim. Shahodat Isaxonovani asari O'lan. Keyin Kechqurun taronasi. Muhabbat opam bilan kursdoshlarni o'ynadik-da. O'zimning xarakterimga qarama-qarshi rol. Ularga shu aqlli nima bo'ldilar. Men institut bitirgandan keyin hali bozorga chiqib, bozorchi xotin bo'lib butunlay o'zgarib ketgan, o'rtog'ini taniy olmay qoladi-da, kelib. Shunaqa spektakl o'ynadim. Sayfiddin Milliyevdan men minnatdorman. Ozgina bo'lsa ham shu armonim ushalganday bo'ldi-da. Anaqangizni xumoringizni bosib olgan ekansiz. Lekin Sayfiddin shtatga o'ting, Barnopa biz bilan ishlang dedi. Men qarasam, уже yana berilib ketyapman. O'zingiz bilasiz. Shu hali sandonni ochib ichidan narsa oladigan joy. Gulxumor hozirgi gapim nima edi? Уже miyamda nima
boshlandida nima deydi shu judayam nima berilib ketganimdan Hmm. uyqum yana buzila boshladi. O'shanga men aytdimki, shukur qilib yashashim kerak, shunchalik tuzalib, dublyajda, serial, kinolarda o'ynayapman. Endi anaqadan ortig'ini so'ramay, noshukur bo'lmaydi deb menga mos kelmas, Lekin to'g'ri kelmas dublyajda ekan mana- deb voz kechdim. Gap qo'shib ketdik nimangizga, dublyajda mana sahnada kerak bo'lsa o'ynolmagan va o'ynaolmasdingiz ham ba'zi bir rollarni ovozlashtirdingiz ha, o'zbekchada, o'shalarni gapirtirdingiz-da. Mana hozir ham gratsiyalarni eslayaptilar, to'lqinlanib ketib, men ataylab tiqildim. Mani baxtli tomonim Yelkayapti o'shida. baxtli tomonim Ha. qarang, Hoji aka Nurmatov, Oybarchina Pambakirova, man Sanjar aka. Shu to'rttalamiz bilan shunaqa salom shodlik salom g'amni qildik. Bu vashi mazada Ganga va Jamna Dixanaga ovoz berdim. Sangamdagi Vajinsi mali bor Dixana. Ganga Jamnani qiz bola deb o'ylashadi, aka ukamni ismi ekanda. Hoji Akbar aka ham shu gruppa ishladikda, aytishdiki, menga buni oldingi eski variantida Rima Ahmedova ovoz bergan bunga. Yaxshilab berishing kerak, chiroyli chiqish kerak deb she'rlari bilan. Men baxtliman shu guruh bilan biz bir nechta filmlarni sevishganlari qildik. Bahodir aka bilan eslab ketdik. Keyin bu filmlarni boshqa variantlari paydo bo'lib ketdi-da. Salom shodlik salom g'ani, men ko'p Goh aytaman. shodlik, goh g'am boshqa variant. Ular boshqa fathullalar o'zi. O'shani u versiya yaxshi, Hoji Akbar akam versiyasi. Bizani versiya yaxshi chiqqanda. Sanjar aka borlar. Bu ham yomon emas, lekin Yo'q, bu menga ham yomon emas. o'zimni Bu shaxsiy endi- fikrim. Ra'no Qodirova ishtirok etgan o'zbek tiliga o'girilgan film va multfilmlardan bitta savollar. Demak, multfilmlardan boshlaymiz Ra'no opa. Gammi ayiqchalari yoki Yo'lbarsvoyning sarguzashtlari. Gammi ayiqchalari. Gammi ayiqchalari yoki Skuj Magdak. Gammi ayiqchalari. Gammi ayiqchalari yoki Ballu. Bal. Ballu yoki Shuk va Beyta. Shuki va Beyta. Shuki va- Multserial. Ana. Multserial. Shuk va Beyta yoki Akuki Grim etaklari. Aka-uka Grim ertaklari. Qattan zo'r edi va Akuka 45 seriya multserial. seriya. Mazza qilganman o'tda. Akuka Grim ertaklari yoki Shirinliklar mamlakati. Ha, u ham yo'q, aka-uka Grim ertaklari. Akuka Grim yoki Mikki va sehrli yangi yil. Aka-uka Grim Aka-uka Grim. ertaklari. Akuka Grim yoki Sharki va Jorj. Sharki va Jorjchi ham ishlaganmiz-ku, lekin baribir unda faqat nima bo'lganda, aka-uka Grim ertaklari bor. Yaxshi, endi qiynayman. Endi- Akuka Grimlar yoki Oppog'oy va 7 gilam. Oppog'oy va 7 gilam. Endi bu bittagina-da. Ha, yo'q, zato Chunki Oppog'oy bitta, o'tda mana Hoji akam, o'ta Sobirjon ishlagan tegi akam. bor, to'g'ri. Ha, Xo'p, Oppog'oy va 7 gilam yoki Balto. Balto. Balto yoki Muzlik davri. Balto. Balto yoki Andersen ertaklari. Andersen ertaklari. Voy, bunda ham mazza qilganman. 25 seriya multserial. Andersen ertaklari yoki Kiki Eltu xizmati. Voy, ikkalasi ham yaxshi, lekin Kiki Elto xizmati ham juda turli, har xil nimalar berganman. No, Andersen ertaklari. Andersen ertaklari yoki Mulan. Andersen ertaklari. Andersen ertaklari yoki Imperatorning sarguzashtlari. Andersen ertaklari. Andersen ertaklari yoki O'rgimchak Zinaning ertaklari. Andersen ertaklari. Ana endi yana bitta qiynayman sizni. Mayli. Andersen ertaklari yoki Shrek. Shrekda Fionaga ovoz berganlar. Shrekda bittagina mayliga Fionaga ovoz berganman, lekin Andersen ertaklarida bir nechta. Ha, shuning uchun? 25. Andersen ertaklari. Yaxshi. Endi Andersen ertaklari olib chiqdi. Demak, serial va kinoga o'tamiz. Firibgar mi yoki qalbimda sensan? Qalbimda sensan. Qalbimda Firibgarda ham Shohruxxon Bazigar. Bazigar. Unda ham anaqa yaxshi rollar, lekin qalbimda sensanda maza qilganman o'zim. O'zi shu uchun so'ralyapti. Qaysi biri yaqin mana yurak yaqin Ha, bo'ladi. o'zim. Qalbimda sensan yoki Iris seriali. Iris. Qaraysiz. Yo'q, qalbimda sensan. Qalbimda sensan yoki Mehmonxona xo'jayini. Mehmonxona xo'jayini. Mehmonxona xo'jayini yoki Charlie va shokolad fabrikasi film. Mehmonxona xo'jayini serialda. Mehmonxona xo'jayini yoki Ajabtovur koshoni.
ajabtovur koshona bitta film, u ham yaxshi, lekin baribir mehmonxona xo'jayini serialda. Yaxshi, serialingizga tushadiganini qo'yaman endi. Qarama qarshida mehmonxona xo'jayini yoki Ramayana. Ramayana. Ana endi eng qiyin savolni beraman. Ramayana yoki Esmeralda? Voy. Bittasi Siz qarang tarixiy mana, nostalgiya. shu Shahnoza yoki Nargiz ikkita qizimni qo'yasiz, bunisini yaxshi ko'rasizmi, bunisini yaxshi ko'rasizmi? Ram Esmeralda. Ana Esmeralda. ikkilovini qo'shib bitta qilib aytyapman. Nima ekandimmi? Adashtilarni otib. Bo'ldi dedi. Ikkalasi. Rameralda yutdi bo'lmasa. Shunaqa. Davlatga rahmat. Endi men bilasizlarmi, Anvar, Jahongir, men xohlardim yana shu dublyajimiz rivojlansa de. Hammamiz Bunga ham mana niyatimiz shu. hammamiz ham niyatimiz shu. Mana bu syomkalar, seriallar hammasi o'z yo'liga, lekin men dublyajga mehr muhabbatim baribir boshqachada jonim. Yaxshi ko'raman. Dublyaj odamisiz-da siz. Dublyaj odamman, chunki dublyaj meni odam qilgan desa ham bo'ladi-da. Mana Mukambar opam bilan yaqinda ham ko'rishdik, nimaga O'zbek filmida Bahodir Yo'ldoshev haqida hujjatli film premyerasi, xotira kechasi bo'ldi. Shu Mukambar opam shu 80 atrofida bo'lsalar hamchi kuch g'ayratlari havas qilsa arziydiganda. Ko'z emas. Mana o'tgan yili dublyaj haqida dublyaj san'ati kitoblar chiqardilar. Butun mana shu eski dublyajda ishlagan rejissyorlar bormi, aktyorlar bormi? O'sha kitobga biz ham kirib qolganmiz, Zulfmor Mo'minova, men. Keyin o'sha hozir mana oyoqlari ancha yaxshi operatsiya bo'lib, hozir shu yana shu dublyajni tiklab ishlaylik deb harakat qilyaptilar, lekin pul ajratilmayapti davlatdan. Lekin o'sha nimada taqdimot, kitob taqdimotida dublyajga bag'ishlangan taqdimotda ular aytishgan ediki, mana biz ozgina shu dublyajni ahamiyatsiz qoldiribmiz, uncha e'tiborsiz qoldiribmiz, dublyajga ko'proq e'tibor berish kerak. Baribir mana bizani o'zbek dublyaji haqiqatdan ham eng zo'r aktyorlarimiz shunaqa emotsional aktyorlarda. Agar hozir deyman o'sha eski sistema bo'lganda ham shu jahon filmlari, jahon aktyorlari hech qaysidan qolishadigan joyi yo'q-da bizani aktyorlarimizni ham. Uddalab shunaqa yaxshi zo'r qilib yana qilish mumkin-da hozir, faqat bunga mablag' ajratilsa davlat tomonidan. Shunaqa. Mana ustozlarimiz bor, tiklansa qaniydi shunaqa yaxshi dublyajlar. Hozir mana bitta filmda yoki bitta serialda 3-4 odam ishlasa, hammasi boradi, bitta o'zini joyini yozadi, ketadi. Bir-birini ko'rmaydi ham hattoki, kimga gapiryapsan, qaysi gapga javob beryapsan, mayli-da. Tomoshabinlar ko'rganda buni sezilmaydi, svedeniya qilib xuddi birga ishlagandek qilib qo'yiladi-ku. Shomahmudda hech bo'lmasa mana 4-5 bo'lib o'tirib, sizda ham mana Anvar, sizda ham o'tirib bir-biringizni eshitib ishlagan boshqa-da. Barnoba ko'myapti-da ba'zilar bu narsaga. Erish tuyib qolyapti. Endi ba'zi yosh kattalarni tushunaman, masalan, bir xil juda bir nima tashbaqalashsa nima qiladi? Sabr yetmashi mumkin, lekin o'rtacha yoshlar yoki sal kattaroqlar masalan o'tirsa bo'ladi, chunki men aytaman, sizdan o'rganadi. Men mayli rejissyor sifatida o'rgatolmayman, lekin aktyordan yelkada o'tirganda ko'p narsani o'rganadi. O'zi bizda mana shu dublyaj san'ati, umuman san'atda deyman, ustoz shogird tanlamaydi. Shogirdlarni o'zi ustoz tanlaydi. O'ziga men masalan Oybarchin opam ishlashlari menga yoqardi juda ham-da. Ovoz tembrimiz ham to'g'ri keladi. O'sha mana Muhabbat qahvasi, Gavyotalar qancha nimalarga ovoz berganlar. Qahvasi ikkinchisi edi, Gavyotami-da, Gavyot edi menimcha. Ikkita bir xil. Muhabbat qahvasida ikkinchisini otini eslolmadim. Yo'q, bularning qahramonlari Gavyota bo'lgan. Yo'q, tushundim. Mana Muhabbat qahvasi bor edi. Yana xuddi shunaqa syujetli kino ishlangan-da. Bir xil Mohira ishlaganlar unda. Yo'q, u boshqa. Nomini eslolmadim har Bahodir aka bilan. Keyin hali kitob dedingiz, shu kitobda ko'p xatoliklar bor. Bo'lsa bordir. Kitobga mana masalan, alam qotdi demayman, adolatsizlik joylari bor-da. Katta aktyorlar bor, ko'p ish qilib qo'yganlar bor. Masalan, deylik, o'tda bilmayman nechta kinoda ovoz berdi, boshqa bo'ldi serialda, Alisher Uzoqov bor. Muhammadjon Xo'jayev yo'q. Jahongir aka bilan men 100 dan 200 bilmayman, sondan adashib ketganmiz, rejissyorskiy ish va ovoz berganmiz. Biz yo'qmiz. O'tda ozgina o'sha yozgan odam o'zi taniganlarni yozgan. Shunaqa bo'lgan. Ozgina tanish bilishchilik bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Ishigin taqillatib, mana spiskadilarni ham qo'shgan bo'lgan. Bu bo'lgandan keyin bitta ikkita odam to'polon qilgandan keyin qo'shib qo'yishibdi. Lekin baribir o'sha
nima deydi, nomi chiqmagan lekin o'zi notanish ko'rinmaydi. juda ko'p ish qilgan odamlar borda, ular Ha, yo'q ha. spiskada. Endi bu boshqa kitob qilinadi. Boshqa Xudo kitob xohlasa bo'lishi kerak. deyman. Uni E, biladigan, dublyaj ichida Endi- yurgan odam bo'lishi kerak. Chunki Mukambar aka ustozlar necha yillik 15 yoshdan kelgan ekanlar dublyajga. Men bu haqda Ha, eshitdim. ha. Lekin ular ketgan paytlarida katta davrda bu yerda ko'pchilik Yo'q, ishlagan. ancha katta davr ular bo'lmaganlar bu Shu davrda o'tgan odam ham birga o'tirish kerak Shu- bo'lgan uni yozib. Mana ularga qaytib kelganlaridan keyin ozgina ishlatishgan ularni ham masalanda. Uncha qabul qilmaganlar-da bu sistemani уже boshqacha tuyulgan ularga. Sistemadan Ha, tashqari ha. sistema birinchi o'rinda, to'g'ri. Chunki u hozir men aytaman bitta narsa, balki tomoshabinlar menga tosh otib berishar, lekin baribir aytib o'tib ketaman. Mana masalan deylik, hozirgi tezkor aktyorlarimiz bor. Men yoshlarni aytmaydi. O'rta yoshdan aytdim. Boyir aka, Xonmirzayev, Bekzod aka, Muhammad Karim, Muhammadjon Xo'jayevlarni olsa, ular ishlayotgan tezlikda eski o'zbek film dublajdagi ishlasha olmaydi. Ular mana aytdilar boshida. Bir kun ko'rib olib kinoni, keyin har bitta epizod ko'rib chiqib, unaqa ishlash osonroq hamda, to'g'ri, ovoz zo'r, anaqa iste'dod, unga U paytda vaqt chegaralanmagan Hozir sinov bo'lganda. beryapti, kino qarayapti. Rossiyalik dublyaj rejissyor bilan suhbat bo'ldida yaqinda. Birinchi o'rinda nima aktyor uchun deganda aytyapti. O'tirgan, berilgan shart-sharoitda, ya'ni shu ko'rayotgan personajga qarab ovozni tanlay bilish holatda. Shunaqa. Ana o'sha aktyori zo'r, slabiy, o'rtacha hal qiladi deyapti. Hozirgi aktyorlarimiz juda kuchli o'zi aslida. Ham tezkor, o'qishi, masalan, personajga Har tomonlama, kirishib ketishi, ha. masalan, shunaqa aktyorlarimiz Yurak bor. bor, ovoz bor. Ruscha dublyaj ketyapti, tegida ruslar dublyaj qilgan. Koreyalik hali gapirayotgan, bittasi Amerikada yuribdi. Amerikanisi berib turibdi, mana buni ham olasiz desam, karisiga ozgina karischa element qo'shib, sheva o'zidan qo'shgan holda qilib beryapti. Kerak bo'lsa, ba'zi narsalarda biza hali ham nima deydi, ustunlikka egamiz. Ustunligiga egamiz. Chunki men bitta narsani hozir gapirib esimga tushib qoldi. Mana Afzal akalar, nimalar. Hozirgi dublyaj emas, bu ovozlashtirish bilan bir nima deyiladi-yu. Kadr orti Kadr orti matnni o'qish deyiladi. Au mana shu ekrandagi nima ketsa-da, biz prosta sovuqqina kadr ortidan matn o'qilsa, bu nima bo'lmaydi, tomoshabinlarga, muxlislarga yoqmaydi. Muxlislar bizani qabul qilmaydi. Yaxshi ovoz bera olmabdi deydi. Bunda jasan jon kuydirib anaqa qilish shart emas, anaqa deyishadi-yu. Lekin endi bu yerda aktyor mahoratiga bog'liq zolotaya serezinani topish kerak-da, aynan o'shani. Shu ekrandagi aktyorni holatidan oshirib yuborsangiz, bachkana bo'ladi. Kam bo'lsa yetmay qoladi, yaxshi chiqmaydi, ko'ngil to'lmaydi. Shu mahoratga ko'p narsa. Tomoshabinni didi ham rivojlangan. Hozir yaxshi tekst o'qildi deydi-yu, agar bir xil shunaqa deydi. Unaqa qilib bersa, u bilinadi haqiqatdan. Menga qarang, ha keldim, yo'q, siz ketyapsiz, men kelyapman. Mana shunaqa bo'lsa, keyin aytadi, ha mana bu matn ortda o'qishdi. Hozir mana unchunchasi beradi. Bu diktorskiy bo'lib qoladi-da. Mukammal Rahim ishlamadi deganingiz ikkinchi sababi ham bor. Mana hozir bugungi aktyorlarni yana yonini olib ketaman-da. U davrga qaraganda tez ishlanyapti, ko'p ishlanyapti, tezkorlikdan tashqari moliyaviy masalalar ham bor. Mukammal opani va Zulxumor Mo'minov aytdilar, Sanchliqon ish bilan yozibdi menga. Endi Zulxumor opga pulni yozib berishgan, ular berib yuborishlari kerak. Muncha o'zing olib qo'ya qol, kamp tersan deganlar-da. Chunki ular olib yurishgan pul boshqa bo'lgan. U payt boshqa. Keyin bir yilda 6 ta 7 ta ish qilingan ekan, katta ishlardan endi. Hozir bir kunda shunaqa ish qilinadi. Kerak bo'lsa, bitta rejissyor ishi bu-da. U tezkor. Ham ish ko'p, unga yarasha moliya ajratilishi kam. Ularni ham barcha faktorlarni hisobga olish kerak-da. Bir xillar ko'radi chetdan analiz qilib, unaqa bo'pti, ana unaqa edi, bu unaqa edi deydi. Endi oson ko'rib har xil gap gapirish, uni ichida qaynash boshqa-da baribir. Ichida kuxnyasi deydi-yu, oshxonasida yashash boshqa narsa-da. Endi biz so'raymiz Xudodan ish qilib, nima deydi, yuqoridagilar nazariga tushib, ko'proq pul ajratib, mana oldingi dublyajlar zo'r edi, o'shanaqalar bo'lsa degan hamma muxlislar aytadi. Hamma gapiraveradi, lekin hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Hech kim qo'llab-quvvatlab mana Mukammal opa harakat qilyaptilar hozir shu narsaga-da baribir ham. Hamma og'izda-da. Hamma og'izda. Natija anaqada Shu. realda unaqa emas. Real voqelikda unaqa emas. Hamma faqat bo'lsa zo'r qabul qilishi mumkin, lekin buyog'ini bilish. Shuning uchun ham biz shu ko'rsatuvni, shu loyihani qilyapmizki, odamlar tushunsin shuni mashaqqatini, mehnatini va biz nimaga oqsayapmiz. Bizani oqsayotgan tarafimiz nimada? Sabablari nimada? Mana Anvar aytgandek, haqiqatda o'sha paytdagi aktyorlardan hozirgilarning ustun tarafi bor. Lekin yana bitta jihati borki, o'sha
hamma birlashgandan keyin biz zo'r narsa qila olamiz. albatta. Birinchi o'rinda o'sha dublyaj ahlini o'zi birlashishi kerak. Mana shu loyihamizga ham ko'pchilik rad javobini beryapti, to'g'rimi? Shunaqa. Endi pulga chaqadi, boraman, 2 soat o'tiraman, necha ber, pul bermaydi, vaqtim ketadi. Shu bilan o'lchaydi, baribir ko'pchilik. Lekin bu narsa vaqt Bu o'tishi bilan yomon-da. vaqt o'tishi bilan tarixga aylanadi bu narsa. Albatta. Eng birinchi o'rinda o'sha odamning o'zini tarixi. Mana o'zimiz ham qancha narsani afsuslanamiz, to'g'rimi? O'sha paytda ishlaganda, masalan, meni ham shunaqa odatim bor ediki, Sanjar akamga o'xshab, mana sizlar bilan ish tugatsak ham rasmga tushmasdim. Bilmayman, u Sanjar akamga o'xshash emas, u odamning tabiati shunaqa bo'lar ekan. Hozir endi alam qiladi o'sha narsalar. Nimaga men o'sha aktyorlar bilan, Farzand akamlar bilan, Hoji Akbar akamlar bilan umuman rasmga tushmagan. Mana ular yo'q. Yo'q endi ular. Endi uni topa olmaysiz endi ularni. Ertaga bugunni topib bo'larmi deydi-ku. Bizda ham shu tug'ilgan kunda tushib qolganmiz, o'shanda ham shu kerakmidi, shu deb tushilgan edi. Chunki kunda kunora ko'rishib yurganmiz. Yaxshi ham mana Abdujabbor uylanganda Sanjar akam o'tishlaridan bir haftacha oldinmi, 3-4 kun oldin Sanjar akam kelganlar o'sha kuni. Birga hammamiz bilan raqslarga ham tushganlar, rasmlarga ham tushganlar. Mana ozgina o'tmay ular yo'qladi. Endi unaqa barnoba bizda ko'p bo'lgan. Sanjar aka bilan ko'p o'tirganmiz, ko'p tug'ilgan kunlarda o'tirganmiz boshqa. Bizga tushuntirib qo'ygandilarki, mayli tushiraman boshqa, lekin chiqarib nima qilmaylar degan. Biz o'shaganmizda ular shuncha yillar o'zimizda bor u narsalar. O'sha masalan o'tirishlar, boshqalar bor. Uni chiqarib. Endi mana shu sizlarni hozirgi nimalar ko'rsatuvinglar juda ham yaxshi bo'pti. Shu har bitta o'tgan nimalarimizni ham bir eslab, masalanda. Barnopa bunaqa gapingiz bo'ladimi? Xudo xolisi. Bor, shunaqa rejamiz bor. Mana hozir hamma bor aktyorlarimizni chaqirib xotiraga o'xshab, masalan. Xuddi shunaqa. O'sha narsani mana keyingi loyihamiz davomi shunaqa bo'ladiki, dublyajda eslaymiz bo'ladi. Ana o'shanda. Ya'ni keyin bu yerda 3 ta odam qilmaymiz endi. Uni katta joyda hamma aktyorlarni, barcha dublyaj aktyorlari bilan o'sha bitta odamni birga ishlangan aktyorlar bilan. Shunaqa, ham bevosita ham hayotdan o'tib ketganlarimiz xotira, ham o'zini ana qilib eslaymiz. Shunaqa rejalarimiz bor. Bu mana shu yoshlarga maktab bo'ladi-da. Shunaqa. Hozirgi yoshlar hattoki ba'zilari shu san'at madaniyat instituti bo'lgan-ku hozir endi. Shu yerda o'qisa ham hamma o'tgan aktyorlarimizni ism familiyasini ham bilishmaydi, kimligini ham bilishmaydi. Eng qizig'ini aytaymi? Mana Sobirjon Rahimjonov haqida ko'rsatuv qildik. Teatrimda masalan, men teatrimda deyman, endi men u yerda chestisi qilmayman-ku, o'sha yosh tomoshabinlar teatrida o'tiramiz, ofis. Sobirjon akam muqimiy teatrda ishlaganlar. Qarang, Sobirjon Rahimjonov haqida ko'rsatuv qilibsizlar. Men bu odamni ko'rmagan ekanman deb aktyorlar aytyapti. Tanimas ekanman, ko'rmagan emas, tanimas ekanman deb. Aktyor aytyapti. Aktyor aytyapti. Uni agar ko'chadagi odam aytsa, boshqa gap. Ko'ryapsizmi? Hozirgi yosh aktyor aktrisalar ham shunaqa bilishmaydi. O'shani aytyapman-da. Ustozlarni bilishmaydi. Mana shu sizlarni ko'rsatuvinglar tufayli mana aytayotganingizdek xotira kechasiga o'xshagan narsalar qilinsa, ularga ham bu odam ekanda, bu odamni ovozi ekan, yo bu o'ynagan ekanda, shu aktyor shuni ismi shunaqa ekanda deb ularga maktab qanaqadir darsdek bo'ladi. Shunaqalar uchun-da o'zi bu ko'rsatuv. Chunki masalan hali aytganingizga-da, birinchidan deb aytdingiz-ku, kelmaydi deb aytganingizga-da, ikkinchidan tomoshabinlarni podpiskalarni o'zi yozadi. Meni chaqiringlar, meni aktyor chaqiringlar deydi mana. Hurmat qilamiz, o'zi aytadi. Qodirova deb Rossiya. Lekin ichida anaqalar bor. Xudsovet yoqib olganlar bor bizga. O'tirib, "Ani so'zni noto'g'ri aytdingiz. Men aytdim, o'rscha gapirib yubordingiz." Bunday bor-da. Ular uchun emas-da. Ko'rmay qo'ya qol dishki, men ernaman, vaqtim ham yetmaydi. U o'qishga ham inagida vaqtim bo'lmay qoladi. Ba'zidan chiqib qoladi, ko'rasiz-ku. Ani shundan ham anaqa topadiganlar bor-da, kamchilik topib, ularga bo'lsa, yo'q, bunachi yo'q bo'lsa ko'rolmaydi, bor bo'lsa bera olmaydi degan yigit. Kerak bo'lsa Barno Qodirovani qaysidir fikrlaridan yoki qaysidir holatlaringizdan ham ayb topib aytib berishadi. Shunga ham tayyor turing. Chunki shunaqa yoshlar bor. Bitta piyoz boshini olmagan hayotda, lekin kerak mevali daraxtga tosh otishadi deymiz-da, nima qilamiz? Barnopa, so'nggi so'zimni aytib ketishim anaqa, meni onam sizni juda ham yaxshi ko'radilar, hurmat qiladilar. Barnopa ovoz beribdi. Ham kinoda Barnopa ham bor, yig'lab anaqa yuribdi, ani rol yaxshi edi, nima deb sizni alohida e'tirof etdi, nima qiladilar. Bu ham ta'siri shu esmirlardan kelgan, chunki men o'tirardim, bu men aktyor debdi. Mana bundan oldin Bahodir aka aytib ketdilar, dublyajda ishlayman, aktyor bo'laman yoki rejissyor bo'laman deyotganlar, oldin o'sha atrofdagini bilish kerak, kimlar ishlayapti. Sizlar hozir o'tmish deyapsizlar-ku, hozir tanib bilib ol, mana kim tirik ishlayapti bor.
bizni masalan bilib qiziqib yurardi u oldiga borib suhbatini olmoqchi bo'lardi-da, albatta ichida yurardilar живой maktabda u oldin. O'shanga ham ikkinchi tomonda hozir vizualniy davr kursi ishonadi, eshitib anaqa yo'q. U paytda endi internet bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, qiziqib masalan shuncha anaqada ko'p qiynalamiz. Omar Abdurazzoqov ko'rinishlar birovga eslataman desam, kino nimadan eslatishim qiyin-da, rol kam o'ynaganlar. Biz endi birga ishlaganmiz ular bilan Omon aka. Ko'rinishlar bir xil aktyorlar bor. yoki hali Nariman Farhod Aminovlar. Farhod aka Aminov. Endi Farhod aka yaxshi. FF deyishardi, Fazliddin Fayozovlar bilan ishlagan. Ular chiqqanlar, masalan Farhod aka Aminov nima bilan yaxshi ham o'ynaganlar, tangali bolalarda. Bilasizmi, she'rlaringizda deb qo'yish. Mashhurni eslatib olasiz. Ana odam kim o'tsa, mana bunaqa debdi. Endi hozir mana hayot bo'lib ishlar faoliyat ko'rsatayotgan aktyorlarni ko'rsatganimiz yaxshi tomoni. Kimdirlar balki ovozingizdan tanib, ko'rinishingizni bilmaydiganlar bor-da. To'g'ri. O'shalar uchun ham maqsadlarimizdan shu. Yaxshi. Yoping yana qani. Barno opa, bugungi tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Mana sizni 2-3 marta chaqirdik. Ba'zan nima deydi, xafa bo'lgan degan bo'ldik. Barno opam bizning qadrdonimiz, to'g'risida aytishimiz kerak. Chunki siz bilan juda yelkama-yelka turib, juda ko'p ishlaganmiz. Albatta. Boshqa aktrisalarga nisbatan ham qadrdonsizlar. boshqa aktrisalarga nisbatan ham, masalan, siz bilan keyin Zulxumor opam bilan juda ko'p ishlaganmiz. Gapiring aka. Gapirib oling. Gapiring aka. O'shaning uchun baribir o'zimizniki bo'lgandan keyin odamga o'zinikidan kelgan anaqa sal qattiqroq tegadi. Albatta. Men uzr endi oldingi chaqirganlaringizga kelolmaganim. Sababini bor edi. Uni o'shaning uchun keyin uni ham to'g'ri tushundik. Bugungi o'sha kech bo'lgani ham hikmati bor ekan. Mana bugun boshqa Barno O'shanda chaqirganingizda kelganimda bunaqa mazmunli chiroyli suhbat bo'lmasdi. O'shani aytayapman. Bunaqa ochilib, sochilib gapirolmasdingiz. O'shaning uchun bugungi go'zal va mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Lekin umid qilamiz bu oxirgisi emas. Haligi sizga aytgan ko'rsatuvimizni keyingi qismida xudo xolisa o'sha eslablarda yana birga albatta katta jamoa bilan endi xudo xolisa sizlarga ham katta rahmat Anvar, Jahongir, xayrli ishga qo'l uribsizlar. Men omad tilayman sizlarga. Ilohim sizlarni mana shu ishinglarni qo'llab-quvvatlaydiganlar ko'paysin. Rahmat. Ishlaringizga rivoj tilayman. Yana birga ko'pgina filmlarda dublajlar qilib, ovoz berib, shunaqa uchrashuvlar nasib qilsin yana. O'rtadan dublajdan ishlab turamiz, keyingi kunlargacha. Rahmat. Muzikamizni qo'ying. Rahmat.